Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli mehmonlar, hurmatli deputatlarimizni ro'yxatdan o'tishlarini so'raymiz. Rahmat. Majlisimizni o'tkazish uchun to'liq asoslarimiz bor. Bugungi majlisimizda Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Anvarovich Xudoyorov boshchiligida vazirlik mas'ullari, tizim tashkilotlari rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishmoqda. Odatdagidek majlisimiz Qonunchilik palatasining rasmiy veb-sayti hamda YouTube'dagi rasmiy sahifasi orqali to'g'ridan-to'g'ri efirga uzatilmoqda. Hurmatli deputatlar, bugungi hukumat soati sog'liqni saqlash sohasida korrupsion omillarning oldini olish masalalariga bag'ishlanadi. Ta'kidlash joizki, Yangi O'zbekistonda prezidentimiz boshchiligida korrupsiyaga qarshi kurashish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Avvalo, ushbu yo'nalishdagi huquqiy baza yaratilib mustahkamlandi. Xususan 2017-yil 3-yanvarda qabul qilingan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun bilan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari belgilab berildi. Mamlakatimiz prezidentining 2020-yil 20-iyundagi O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini tubdan oshirish, uning oldini olish borasida islohotlarning yangi bosqichini boshlab berdi. So'nggi yillarda eng muhim sohalar davlat xaridlari, qurilish, ta'lim va albatta sog'liqni saqlash sohalarida raqamlashtirish ishlari jadal olib borilmoqda. Hurmatli deputatlar, xabaringiz bor, mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil 5-mart kuni bo'lib o'tgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit yaratishni birinchi galdagi vazifa sifatida belgilab berdilar. Ayni shu yig'ilishdan keyin ushbu yo'nalishdagi ishlar yanada jadallashdi. Sohadagi islohotlarga yangicha surat baxsh etildi. Jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, ushbu illatni bartaraf etish tizimini samarali amalga oshirishning yangi davri boshlandi desak to'g'ri bo'ladi. Davlatimiz rahbari huquq-tartibot idoralari asosan korrupsiyani aniqlash va jazolash bilan ishlab, korrupsiyaviy omillarni tag tomiri bilan yo'qotadigan preventiv choralar e'tiborsiz qolayotganligini alohida qayd etdilar. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining ish uslubi o'zgartirilishi, tajriba tariqasida 5 ta soha: sog'liqni saqlash, qurilish, uy-joy, kommunal xo'jaligi, suv xo'jaligi vazirliklari, O'zbekneftgaz va suv ta'minot aksiyadorlik jamiyatlarining compliance nazorati agentlikka o'tkazilishi belgilandi. Yil yakuniga qadar bu sohalarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha namunali tizim yaratish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Maishiy va tizimli korrupsiya omillarini chuqur o'rganish, tahlillar asosida tegishli jarayonni raqamlashtirish, byurokratik tartibni bekor qilish bo'yicha aniq choralar ishlab chiqilishi ko'rsatib o'tildi. Aytish kerakki, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi ishlar samaradorligini ta'minlash masalasi parlament a'zolarining ham doimiy kun tartibidan o'rin olgan. Hurmatli deputatlar, sog'liqni saqlash tizimi nafaqat aholi salomatligini asrash, ta'bir joiz bo'lsa inson qadrini e'zozlaydigan eng muhim ijtimoiy sohalardan biri sanaladi. Ushbu sohada yuzaga keladigan har qanday katta yoki kichik korrupsion holatlar iqtisodiy zarar keltirish bilan birga inson hayotiga tahdid solishi mumkin. Shu bois tibbiyot sohasini ishonchli va adolatli tizimga aylantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda ko'plab tibbiy xizmatlar raqamlashtirildi. Tizimga ochiq byudjet va hisobdorlik mexanizmlari joriy etilmoqda. Raqamli tibbiy xizmatlar qamrovi kengaytirib borilmoqda. Shu bilan birga parlament a'zolarining joylardagi o'rganishlari saylovchilar sog'liqni saqlash sohasidagi korrupsion omillarning oldini olishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan qator masalalar mavjudligini aytishmoqda. Xususan, tibbiyot xodimlari va farmatsevtika kompaniyalar o'rtasidagi yashirin kelishuvlar, tizimga kadrlarni ishga qabul qilish bilan bog'liq korrupsion omillar, sohaga ajratilayotgan byudjet mablag'laridan samarali foydalanish masalalari, aholiga ko'rsatiladigan bepul tibbiy xizmatlar va beriladigan dori vositalari bilan bog'liq masalalarni ko'tarishmoqda. Shundan kelib chiqib tegishli savollarni Sog'liqni saqlash vaziriga yuborgan edik. Bugun ushbu savollarga atroflicha javob olamiz deb o'ylaymiz. Hurmatli deputatlar, bugungi hukumat soatida Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi taklifi bilan sog'liqni saqlash sohasida korrupsion omillarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi masala yuzasidan Sog'liqni saqlash vaziri deputatlar savollariga javob berishlari belgilangan. Kun tartibi bo'yicha kimda qanday savollar bor? Ma'qulmi? Marhamat, munosabat bildirishingizni so'raymiz.
Rahmat, kun tartibi tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi masalalarni ko'rib chiqishni samarali tashkil etish uchun reglamentni, ya'ni ish tartibini kelishib olishimiz kerak. Ma'ruza uchun 30 daqiqa, savol-javoblar uchun 30 daqiqa vaqt ajratish taklif etilmoqda. Mazkur taklif bo'yicha fikrlar bormi? Agar ma'qul bo'lsa, reglament tasdiqlab berishingizni so'raymiz. Marhamat. Rahmat, tasdiqlandi. Endi ruxsatingiz bilan kun tartibidagi masala yuzasidan so'zni Sog'liqni saqlash vaziri Asilbek Anvarovich Xudoyarovga beramiz. Marhamat, Asilbek Anvarovich, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Bugungi hukumat soatidagi aynan Sog'liqni saqlash vazirligi bilan tashkil qilingan tadbirga biza sizlarga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Sababi men shu sohada ilgari ham vazir o'rinbosari bo'lib ishlagan bo'lsam ham qancha bu sohadagi muammolarni o'rganish va ularni yechimini topish va hozirgi hurmatli prezidentimiz tomonidan qo'yiladigan talablarni bajarish bo'yicha qanchalik kirishganimiz sayin shunchalik juda ko'p muammolar borligiga yana bir marta amin bo'lyapmiz va men o'ylaymanki bu muhokamalar birinchi o'rinda Sog'liqni saqlash vazirligini hozirgi kundagi shu ishonib xalqimizni salomatligiga ishonib topshirilgan vazirlik sifatida va mana shu aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun har qanday qabul qilinadigan normativ huquqiy hujjatlarni mukammallashtirish uchun juda ham katta bir foydali muhokama deb hisoblayman. Ruxsat bersalaring, reglament bo'yicha 4 ta masala bo'yicha qisqagina qilinadigan ishlar va mavjud muammolar to'g'risida aniq va boricha ma'lumot bersam, birinchisi bu aholini sifatli xavfsiz dori vositalari bilan ta'minlash maqsadida tibbiyot xodimlari va farmatsevtika kompaniyalari o'rtasidagi yashirin kelishuvlar oldini olish va xususiy dorixonalarda elektron retsept tizimini joriy etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar holati to'g'risida e'tirof etishim kerakki, tibbiyot xodimlari bilan hozirgi kunda aholi soni ko'paygan bilan, kasalliklar soni ko'paygan bilan farmatsevtik dori vositalari va ularni farmatsevtik mahsulotlarga talab kuchayib ketyapti va u ikki xil yo'nalish bo'yicha ikki xilda rivojlanyapti. Talab kuchli. Birinchisi bu haqiqiy o'sha professional tibbiyot xodimi tomonidan davo chorasi sifatida yozib beriladigan dori vositalari. Ikkinchisi mana shu farm kompaniyalar tibbiyot xodimlari bilan noqonuniy munosabatlari va yashirin kelishuvlarini biza qoralaymiz va afsuski bu illat hali ham uchrab turibdi. Mana 2013-yilda sog'liqni saqlash tizimidagi tibbiy muassasalar va tibbiy xodimlar uchun mo'ljallangan dori vositalarini reklama qilish va uni nazoratini amalga oshirish tartibini tasdiqlash haqidagi va 2020-yilda tibbiyot tashkilotlarida dori vositalarini tayinlash, xalqaro patentlanmagan nomlanish bo'yicha retseptlarni rasmiylashtirish hamda bemorni dori vositalarini qabul qilish, saqlash va qo'llash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash to'g'risidagi buyruqlar qabul qilindi. 2024-yilda Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi tibbiyot xodimlari tomonidan dori vositalari uchun retsept yozilishida yuzaga kelayotgan korrupsion holatlarni oldini olish to'g'risidagi va boshqa qator normativ hujjatlar ishlab chiqarildi. Bu bo'yicha nafaqat tibbiyot xodimlariga, balkim farmatsevtik kompaniyalarni o'sha distribyutorlariga hammasiga ham tushuntirish o'tkazildi. Buyruqlarda tibbiyot xodimlari farm kompaniya vakillaridan dori vositalarini bepul qabul qilish, bemorlarga tarqatish yoki sotish, dori vositalarini reklama qilish qat'iyan taqiqlanishi, retseptlar faqat o'rnatilgan tartibga muvofiq yozilishi, dori vositalari haqida axborot berish ishlari muassasalarda o'tkaziladigan rasmiy majlislarda amalga oshirish mumkinligi va boshqa ko'plab talablar bayon etilgan. Shundan kelib chiqib, biz o'zimiz mana shu mahalliy farm ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan
mahalliy farm ishlab chiqaruvchilar qaysi muassasa qaysi yo'nalishda agar mana shu o'zini reklamasini legal ravishda reglament bo'yicha o'tkazish kerak bo'lsa, Sog'liqni saqlash vazirligida hech qanday e'tirozsiz har bir markazda, har bir muassasada o'tkazish bo'yicha kelishuv bor. Ayniqsa Fanlar akademiyasini ko'plab institutlari tabiiy mahsulotlardan dori vositalari chiqaryapti, lekin afsuski shifokorlar bu mahsulotlar to'g'risida axborotga ega emasligi uchun reklamani shu o'tkazish uchun biz ruxsat berganmiz. Endi tan olib aytamanki, qator obyektiv, subyektiv sabablar tufayli mana shu holatlarga qarshi kurashish samaradorligi yaxshi emas. Buni ochiq tan olishimiz kerak. Mazkur buyruqlar ijrosi bo'yicha 2024-yilning ikkinchi yarim yilda bizlar o'rganish o'tkazdik. Men aytishim kerakki, Sog'liqni saqlash vazirligi strukturasida o'zgartirish kiritilib, biza alohida nazorat inspeksiyasi boshqarmasini tashkil qilib, uni hududdagi filiallarini ham tashkil qildik. Bu yerga professional davolash, farmatsevtika va iqtisodiyot yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar ishga olinib, bular to'g'ridan-to'g'ri vazirni o'ziga bo'ysunadigan struktura tashkil qilindi va bular mana shu masalalarni nazorat qilish bilan shug'ullanadi va mana shu xizmat tashkil qilingandan keyin 33 ta holatda yilda oxirida 24-yilda farmatsevtik kompaniyalarning ta'siri ostida bemorlarga asossiz keragidan ortiq dori vositalarini buyurganligini aniqlash bo'yicha aniqlandi. Bu kam, lekin bu aniq faktlar. Shundan xodimlar albatta mehnat shartnomasi bekor qilingan aksariyat qismi bilan va intizomiy jazo choralari ko'rilgan. Sog'liqni saqlash tizimidagi aksariyat muammolarga, jumladan sohadagi korrupsiyani har qanday ko'rinishiga qarshi kurashning eng samarali usullari sifatida faoliyatni raqamlashtirish va tibbiyot xodimlarining oylik maoshini oshirish deb hisoblaymiz. Bu masala deputatlar tomonidan ham ko'p ko'tariladi. Har ikki yo'nalishda ham ishlar olib borilayotganidan aytib o'tildi rais tomonidan tibbiy xodimlar va farmatsevtika kompaniyalar o'rtasidagi yashirin kelishuvlarni oldini olish uchun zanjir mavjud. Bu farm kompaniya, tibbiyot xodimi va undan keyin bemor. Bizlar hozir mana shu halqani, mana shu zanjirda o'zaro bog'lanish tizimini uzish bo'yicha kurash olib boryapmiz. Ya'ni bemorga dori to'g'ridan to'g'ri yetib borish kerak, tibbiyot xodimi orqali emas. Hozirda farm kompaniyalar tomonidan ularga yordam berayotgan tibbiyot xodimini rag'batlantirish tizimini barchamiz yaxshi bilamiz. Shifokor ularga tegishli dori vositasini bemorlarga qanchalik ko'p tavsiya etayotganligini isbotlay olsa, buni mexanizmlari bor. Farm kompaniyadan shuncha ko'p bonus olinadi, buning uchun esa turli xil sxemalar ishlab chiqarilgan. Lekin ularning barchasini birgina dorini elektron retsept orqali tavsiya etish bilan hal etish imkoniyati bor. Buni o'tgan yil 2024-yilda biz reja qilib boshladik. Ancha qiyinchilik bilan bu proyekt amalga oshirilyapti. Elektron retsept tizimida shifokor o'zi xohlayotgan farm kompaniyani dorisini emas, balki davolash standartida belgilangan dorini savdo nomi bilan emas, xalqaro patentlanmagan nomi bilan, shakli, dozasi va o'lchov birligi bilan tanlashga majbur bo'ladi. Bemor esa tizimga ulangan dorixonaga borib, tavsiya etilgan dorini o'zini sotib oladi. Bu qaysi kompaniyaniki bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda o'sha dorini patentlanmagan xalqaro nomi yoziladi, dozasi ko'rsatib berib, bu albatta u yoki bu kasallik bo'yicha mana shu standart, protokol standart bo'yicha tavsiya qilinishi mumkin bo'lgan dozada va uni asosiy o'sha xalqaro patentlanmagan nomi bilan yoziladi. Ya'ni bu yerda mana shu retsept yozib berilganda biron bir kompaniyani o'sha kommersiyalashgan kommersiy narx deyiladi, kommersiy nazvaniyasi bo'yicha atalishi bo'yicha tanlashda imkoniyati yoki yo'naltirishda imkoniyati bo'lmaydi. Endi shu bilan yagona tibbiyot axborot tizimi tashkil qilingan. Sog'liqni saqlash vazirligida DIMET tizimi, bu elektron retsept modulini bular birinchi bo'lib ishlab chiqishdi. Bu modul dori vositalarini dozalari va shakllarini hisobga olgan holda retseptlarni elektron shaklda berish, ularning markirovkasini nazorat qilgan holda sotish, hisobot yuritish, jarayonni avtomatlashtirish hamda bemorlar uchun mobil ilova orqali retseptlar harakatini kuzatib turish imkoniyatini yaratdi. Ushbu tizim ishlashi uchun dori vositalarining xalqaro patentlanmagan nomlari, shakllari, dozalari, o'lchov birliklari o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Ma'lumot uchun aytishim kerak, mana shu mazkur bazada davlat ro'yxatidan o'tkazilgan, davlat ro'yxatidan maxsus laboratoriyalarda
xavfsizligi tasdiqlangan holatda o'tkazilgan dorilarning shakli, qadoqdagi soni, dozasi, konsentratsiyasi, hajmi va qadoqlanishi hisob olgan holda hozirgi kunda 39.505 ta dori vositalari shakllantirildi, ya'ni bu bazaga kiritildi. Bu tizim bugungi kunda Qibray tumanida sinovdan o'tkazilyapti. Undan oldin biz Toshkent shahrida poliklinikalarda sinovdan o'tkazdik. Davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmlarini joriy etish doirasida elektron retsept modulida reimbursatsiya dasturi ham yo'lga qo'yildi. Bu sal oldinroq shu sug'urta tizimi yo'nalishi joriy qilinganda Sirdaryo viloyatida ishlatilganda, doktorlar Sirdaryo viloyatida buni qulayligini isbotlashgandan keyin respublikada mana shu sug'urta tizimiga o'tadigan har bitta hududida bir reimbursatsiya tizimini dasturini yo'lga qo'yildi. Ya'ni bir so'z bilan aytganda, bemor aptekaga borib, axborot tizimiga kiritilgan elektron retsept orqali shifokor yozib bergan dorini pul to'lamasdan oladi. Ya'ni imtiyozga ega bo'lgan bemor aptekaga borib, mana shu shifokor yozib bergan dorini pul to'lamasdan oladi. Xarajat esa o'rtakashsiz to'g'ridan to'g'ri davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi tomonidan qoplab beriladi. Masalan, sug'urta tizimi joriy etilishi belgilangan 8 ta hudud yil oxirigacha belgilangan. Shundan bu hududlarda bu tizimdan foydalanish imkoniyati to'liq yaratilgan hozir. Joylarda xodimlar o'qitildi. Ya'ni davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi bilan shartnoma tuzgan holda 1319 ta poliklinikalarda reimbursatsiya tizimi ishga tushirildi. Hududlar kesimida aytadigan bo'lsam, bu Toshkent shahrida 73 ta, Sirdaryoda 59 ta, Qoraqalpog'istonda 112 ta, Samarqandda 184 ta, Navoiyda 100 ta, Xorazmda 102 ta, Buxoroda 128 ta, Qashqadaryoda 58 ta dorixona, xususiy dorixonalar mana shu tizimga ulandi. Lekin hozircha bu tizimdan e'tirozlar ko'p ekspertlar tomonidan, sababi unumli foydalanib ololmayapmiz. Masalan, kasalliklarni ambulator davolashda qo'llaniladigan dori vositalari uchun birlamchi bo'g'im muassasalarga ajratilgan mablag'ni 10% gacha bo'lgan qismi yo'naltiriladi bu realizatsiyasiga. 2025-yilda davlat tibbiy sug'urtasi tizimi mexanizmlari joriy qilinadigan 8 ta hududda taxminan 487,6 milliard so'm mablag' rejalashtirilgan bo'lsa, 1-aprel holatiga reimbursatsiya dasturi doirasida umumiy qiymati bor yo'g'i 3,9 milliard so'mlik jami 136 mingta retsept yozilgan bo'lib, birinchi chorakda foydalanish imkoniyati bo'lgan 121 milliard so'mni atigi 3,3% ga reimbursatsiya tizimi orqali ishlatilgan. Bu bizdan talab qiladiki, yana buni agitatsiya qilishga, yana bir marta targ'ibot qilishga, sababi men o'zim gaplashdim, sababini o'zimizni mana shu ijrochilar bilan gaplashganda, hali ko'pchilik o'sha xususiy dorixonalar eskicha tizim bilan ishlashga layoqatligini saqlab qolmoqchi. Bu birinchidan o'sha kontrafaktni dori vositalari agar sotiladigan bo'lsa, aniq ko'rinadi. Keyin ikkinchidan bu yerda davlat tibbiy sug'urta o'sha sug'urta fondi tomonidan albatta kafolatlangan to'lov amalga oshirilishi bo'yicha endi o'zbekchilik bu oramizdagi gap, o'zbekchilik bo'lib, mana shu ishonchsizlik bo'lgani uchun mana shu tizimga ulanishga ko'pchilik hali kirisha olmayapti. Ya'ni bizda o'rganishgan naqd beriladi, undan keyin dori vositasini beradi. Lekin bular bilmayaptiki, ertaga agar narx-navosini pasaytirib yoki bo'lmasa sifatli dori vositasini aholiga realizatsiya qiladigan aptekalar bu tizimda agar faol qatnashadigan bo'lsa, oboroti ham ko'payishi mumkin va bularga juda ko'p yo'nalishlar ochilishi mumkin. Shuning uchun ham biz hozir shu narsani tezroq amalga oshirish uchun bizga taklif bilan chiqishyapti. Ko'proq legal mana shu davlat, nodavlat tashkilotlaridan, bu o'zimizda faoliyat ko'rsatadigan farmatsevtika kompaniyalaridan biza bepul mana shu hududlaringda aptekalarimizda setini ochsak, bizga imkon darajasida mana shu ko'chalardagi mana deputatlar, men har doim ko'ryapman, viloyatlarda faol yuribsizlar, hududlarda har bir shifoxonani topish uchun ko'chadan borganingizda aptekani ko'rdingiz, значит shifoxona o'sha joyda. Legal biza hozir o'ylayapmiz, buni agar taklif bo'lsa, marhamat beringlar. Mana shu legal imtiyozli dorixona degan tarmoqni tiklagan holatda, ya'ni Mo'ynoq tumanida qanaqa narx bo'ladigan bo'lsa, Jalaquduq, Andijonda ham Jalaquduqda yoki bo'lmasam
Koson tumanida Qashqadaryoni bir xil narx va sifatga ega bo'lgan mana shu aptechniy setlarni biz albatta bu yerda Sog'liqni saqlash vazirligini bu aptekalari emas, bu yerda raqobat muhiti tender o'tkaziladi, qo'ymoqchi bizda. Kerak bo'lsa o'sha shifoxonani hududidan xususiy tadbirkorga biz joy ajratmoqchimiz. Shart qanaqa dorini aholi iste'mol qiladi? Bizni dasturimiz mana bunaqa. Aholi ko'chaga chiqib sarson bo'lib ololmay yurgandan ko'ra marhamat berishsin. Endi bu jamoatchilik orasida turli talqinga ega bo'lishi mumkin, lekin men o'ylayman, bu ham bir yechimli keladi. Vaqtida Dori-Darmon aksionerlik kompaniyasi bilan bizda joylarda ijtimoiy dorixonalarni uzoq qishloqlarda ochganmiz. Qishloq vrachlik punktlarida aholiga juda yoqqan edi, sababi narxlari ham, sifati ham juda ma'qul edi. Haligacha odamlar so'rayapti bu aptekalarni tashkil qilishga. Keyingisi bu retsept asosida beriladigan dori vositalarini faqat elektron retsept asosida tayinlash, retseptlarni dori vositasini xalqaro patentlanmagan nomlanishi bo'yicha rasmiylashtirish hamda dori vositalarini olish tartibi bo'yicha hukumat qarori ishlab chiqildi. Buni biza qonuniy normativ hujjat ishlab chiqqanmiz va bu hujjat kelayotgan haftada vazirlik idoralariga hozirroq darabotkasi bor, chiqaramiz. Kerak bo'lsa, hurmatli deputatlar, sizlarga ham buni biza taqdim qilishimiz mumkin, tanishib chiqib o'zlaringizning fikrlaringizni bildirish uchun. Chunki Sog'liqni saqlash vazirligining pozitsiyasi hozir har bir ishlab chiqadigan normativ hujjatni bir tomonlama emas, umumiy muhokama o'tkazib imzo qo'yish, sababi bu ishlash kerak, chiqqandan keyin ishlash kerak bu hujjat. Bundan tashqari elektron retsept tizimini xususiy sektorda ham joriy etish uchun tibbiy va farmatsevtika faoliyatlari uchun litsenziya olish tizimga ulanish majburiy talab sifatida Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 21 fevralda 80 qaroriga tegishli o'zgartirish kiritish yuzasidan ish olinmoqda. ID 4170 bo'yicha hozir Vazirlar Mahkamasiga kiritish jarayoni ketyapti. Ya'ni har qanday o'sha dorixona faoliyat yuritish uchun, farmatsevtik faoliyat yuritish uchun albatta bu tizimga ulanishini majburiy qilish bo'yicha bu hech qanday yomonlik yo'q. Bu unga hech qanday talab qo'yilmaydi, faqatgina talab, minimal talab sizlar mana shu realizatsiyada ishtirok etishingiz kerak, shart degan. Bu birinchi masala bo'yicha. Ikkinchi masala bo'yicha sog'liqni saqlash sohasida axborot tizimlarini yagona kompleksini joriy etish, boshqaruv jarayonidagi ortiqcha tartib tamoyillarni qisqartirish, kadrlar ishga qabul qilish bilan bog'liq korrupsion holatlarni olish borasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar. Men yana qaytarib aytaman, sohaga qancha chuqur kirishsak ham tushundikki, agar sohani biz raqamlashtirmaydigan bo'lsak, na sug'urta tizimi, na elektron retsept, na davolash, na moliyaviy nazorat, korrupsiyani oldini olishda hech qachon to'xtata olmaymiz. Shuning uchun ham yagona integrator Uzinfocom tomonidan sog'liqni saqlash tizimidagi jarayonlarni avtomatlashtirish, tizimdagi axborot tizimlarini yagona kompleksini joriy etish maqsadida yagona tibbiyot axborot tizimi ishlab chiqilgan. Axborot tizimini aholi uchun Dimet, shifokorlar uchun esa Dimet Pro mobil ilovalari yaratildi. Va Dimet axborot tizimi 2571 ta birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarida 2475 tasida, ya'ni 96.12% o'rnatildi. Biz tarmoq rejasi qilganmiz. Tarmoq rejasi bo'yicha 96.2% ga hozir o'rnatildi. Hozirda zarur jihozlarni xarid qilish va o'rnatish, tibbiyot xodimlarini tizimda ishlashiga o'qitish, ma'lumotlarni axborot tizimiga kiritish ishlari jadal olib borilmoqda. Mana uchta hudud Toshkent shahar, Sirdaryo, Qoraqalpog'istonda 530 ta obyektga men lozim bo'lsa aytaman, bo'lmasam yo'q, sababi juda ko'p normativ hujjatlarda raqamlashtirishda joriy qilinishi kerak deb qisqa muddatlar qo'yilgan. Bu yerda albatta bizani birinchi uchragan to'sig'imiz shunday bo'ldiki, raqamlashtirish bo'yicha oddiy o'sha optika volokonni setdan boshlab kompyuter texnikasini o'rnatish bo'yicha ham infrastrukturani to'liq rivojlanmaganligini bildik biz. Buni chuqur tahlil qildik va majbur bo'ldik ba'zi bir Sog'liqni saqlash vazirligiga qo'yilgan o'sha muddatlarni cho'zdirishga. Sababi biz xohlamaymiz komissiya uchun bu narsani ishlashini, balkim tagida asosi bor optika volokonni set, o'sha yerda malaka oshirgan xodimlar va kompyuter texnologiyasi va programma bilan tanishganligi bo'lgandan keyin biz buni to'liq o'tdi deymiz. Mana 436 kilometrlik kabel o'rnatildi. Bu umuman biz boshida raqamlashtirishni 24-yilda boshlaganda biz umuman tasavvur qilmagan edik. Bu inventarizatsiya natijasida 436 kilometr kabel o'rnatishga majbur bo'ldik.
ko'p hisobotlarda bu o'rnatilgan deyilgan, lekin joyida ko'rganimizda yo'q. 969 ta TV qurilmasi, Wi-Fi router qurilmasi 551 ta, 142 ta infokiosk xavfsizlik qurilmalari 1234 ta, web kamera 734 ta, printer, planshet, termoprinterlar, Palm ID va kompyuter uskunalari 5160 ta kompyuter uskunalari o'rnatildi. Lekin hozir yana bizda ehtiyoj 4271 ta kompyuterga ehtiyoj mavjud. Maxsus jihozlarning yetishmasligi, internet tarmog'iga ulanish xodimlarni o'qitish masalasi shu yo'nalishdagi ikkinchi muammo hisoblanadi. 3 ta hududdan tashqari boshqa hududlarda masala bor. Haqiqatan ham moliyalashtirish manbasi ko'rsatilmaganligi bo'yicha hozir biz Moliya vazirligi bilan ishlayapmiz. Bu yerda ikki xil yo'nalish bo'yicha ko'ramiz. Baribir pul yo'q deb qarab o'tirmasligimiz kerak. Bu birinchisi Moliya vazirligidan qo'shimcha mablag' olamiz yoki ikkinchisi bu o'zimizning fondimizdan iqtisod qilingan mablag'lar hisobidan, uchinchisi bu hududiy hokimliklar bilan yaxshi gaplashib mana shu sohani yo'naltirish bo'yicha, chunki shunday hokimlar ham chiqishyapti, o'zlari inisiativa bildirib biza taklif qilganmiz, bu sohani istiqbolini ko'rsatganimizda mablag' topishga muvaffaq bo'lishyapti. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasida xuddi shunaqa yaxshi natija bo'ldi. Endi dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, hozir raqamlashtirish uchun 532,4 milliard so'm talab etiladi. 218 milliard so'm mablag'ning manbasi aniq. Bu KFV bankining krediti bo'yicha 168 milliard so'm, 50 milliard tibbiyotni rivojlantirish maqsadida jamg'armasi mablag'lari bizning Minzdravga, endi 314 milliard bo'yicha mablag' manbasini biz hozir ishlab chiqyapmiz. Va bundan tashqari hududlarda axborot kommunikatsiya jihozlari, tarmoq qurilmalarini xarid qilish ham yetkazib berish markazlashmaganligi, ularni xarid qilishda Uzinfocom bilan kelishmasligi ayrim muammolarni keltirib chiqarmoqda. Men buni ikki og'iz so'z bilan aytaman. Ko'pchilik hududlar o'zbo'larlikka yo'l qo'yib, umuman bizni o'sha yagona integrator qo'ygan talabga javob bermaydigan kompyuter texnikasini o'zlaricha sotib olib, turli tuman shubhali o'sha поставщикlardan bu ishni yurmasligiga sabab bo'lyapti. Ba'zi bir holatlarda shunday holatlarga uchayaptiki, 2 barobar qimmat holatda sotib olish holatlari bor. Mustaqil xarid qilingan kompyuter texnikalariga tegishli QR kod yoki logotip tushirilmayapti. Bu ham bitta yangilik bo'ldi bizda. Har qanday hozir tibbiyot davlat muassasalarida biza tibbiy jihoz, kompyuter texnikasi bo'ladimi, ultratovush apparatimi alohida Uzinfocom yagona platformasiga ulangan QR kod logotip tushiryapmizda va bu bilan tibbiy jihozlarni ham o'sha muassasada turmaganligi o'g'irlab ketilgan bo'lsa sirasi bilinadi. Ishlaydigan holatdami yo'qmi? Shu QR kod logotip orqali aniqlashni biz yo'lga qo'yyapmiz parallelda. Har bir olingan apparat mana Qoraqalpog'iston Respublikasida vizit paytida ham rahbariyat tomonidan ko'rildi. Hammasida QR kod bor. Va uchinchisi bu mustaqil xarid qilingan kompyuter texnikalariga mana shularni qo'yilmasligi natijasida talon-tarojlik, maqsadsiz byudjet mablag'laridan samarasiz foydalanish bo'lyapti. Masalan, bitta kompyuter qurilmasi Uzinfocom tomonidan, albatta men o'zim bosh bo'ldim, maxsus ekspertizadan narxi, konfiguratsiyasi bo'yicha o'tkazganimizda 6 million so'mdan olgan bo'lsak, tibbiyot muassasalari shu parametrdagi xuddi shunday kompyuterlarni 10-15 million so'mdan sotib olish holatlari uchrayapti. Bundan tashqari ayrim zaruriy bazaviy dasturiy ta'minotlar mavjud emas. Umuman mavjud emas. Quruq kompyuterning o'zi savlat uchun turadi, lekin dasturiy ta'minot mavjud emas. Masalan, mana ochiq misolimdan aytishim mumkin. Qibroy tumanida shuni ko'rdik biz, Kamol broker savdo MChJ o'rtasidagi shartnoma bilan 14,5 million so'mlik olgan. 6 million biz olyapmiz maxsus tender orqali. 14,5 million. Masalan, Chinoz tumanida Toshkent viloyati Orgsel MChJ o'rtasida shartnoma tuzib 10 million 600 dan olyapti. Endi, конечно, albatta bu yerda ortiqcha tartib, bu yerda biza bu bo'yicha hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan xaridlar markazini tashkil qilish bo'yicha qaror qabul qilingandan keyin alohida bizga topshiriq berildi va Bosh prokuraturaning iqtisodiy jinoyatlar departamentiga har bir xarid jarayonini Sog'liqni saqlash vazirligi byudjet mablag'lariga oladigan xaridlar jarayonini Bosh prokuraturani iqtisodiy jinoyatlarga qarshi departamenti xodimlari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilinadi. Buni isboti sifatida bizda o'sha doimiy faoliyatdagi hay'at, постоянно действующая komissiya deydi. Bu aynan dori vositalari va tibbiy jihozlarni sotish uchun komissiya.
albatta majburiy ravishda Bosh prokuraturani departamentini xodimini mana shu komissiyani tarkibiga kiritdik. Har bitta sotib olishda birgalikda javob beradigan bo'ldik. Bu hurmatli yurtboshimizni alohida o'zlarining topshiriqlari bo'yicha bo'ldi. Endi keyingi masala bu boshqaruv jarayonlarini ortiqcha tartib tamoyillarini qisqartirish, kadrlarni ishga qabul qilish bilan bog'liq korrupsion holatlarni oldini olishda ko'rilayotgan chora-tadbirlar. Albatta bu ko'proq biz analiz qildik. Korrupsiyaga qarshi kurash kengashini hurmatli prezidentimiz rahbarliklarida o'tkazilgan yig'ilishida ham sog'liqni saqlash sohasi mana shu eng korrupsion sohalardan bittasi hisoblanadi son jihatidan. Son jihatidan haqiqatan ham, chunki birinchi sababi bu aholi 24 soat murojaat qiladigan va kontaktda bo'ladigan soha hisoblanadi. Shuning uchun holat ham ko'p bu bo'yicha. Buni o'tgan yil aholidan 5463 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, ayniqsa mana shu kadrlarni ishga olish bo'yicha shuni 50 umumiy murojaat kelib tushgan bo'lsa, 50% ni ishga joylash bo'yicha tibbiy xodimlarning xatti-harakatlaridan noroziligi bo'yicha murojaatlarni tashkil qilyapti. Endi hozirgi kunda taklifga nisbatan talabni deyarli 3 barobar kam bo'lgan holatda, ya'ni cheklangan ish o'rinlarida ishlovchilarning 3 marta ko'pligi bu muammoning asosiy sababi bo'lmoqda. Bu albatta o'zlaringga ma'lum o'rta tibbiyot xodimlari bilan bog'liq bu. Chorak stavka, yarim stavka, 0.75 stavkada ishlaydigan hamshiralar mavjud. Hududlarda va men sababini buni aytaman, ikkita sababi bor. Birinchisi bu vaqtida shu korrupsion elementlar, ayniqsa mana shu tibbiyot kollejlari juda ham reytingi O'shtirnoq ichida baland bo'lganligi uchun juda haqiqiy iqtisodiyotda umuman jamiyatda mana shu xodimlarni kerak emasligini hisobga olmasdan turib juda katta kvotalar asosida bitiruvchilar paydo bo'ldi. Bu hozirgi shu kecha kunduzgilar bo'yicha gapirmayapman. Bizda o'zi bitirib hamshiralik diplomini olganlarni o'zi 3-4 barobar ko'p tashkil qilyapti. Ikkinchisi albatta bu juda ham ko'p rahbarlarni ishga olish uchun bularni pora olish evaziga joylashtirish, sababi bular ishlashni xohlaydi, diplom turadi. Va albatta bu juda ko'p holatlarda korrupsion elementlar bor. Va buni yechimi bo'yicha men keyingi savol javoblari jarayonida aytib o'taman. Keyingi rahbar kadrlarni tez almashinib turishi va bu yo'nalishda korrupsiya holatlarini keltirib chiqarilishi. Aytaman, men bitta misol sifatida bu maqtanish emas, o'sha nazorat inspeksiyasi tashkil qilingandan keyin Buxoro viloyatida birinchi marta men vazir bo'lib o'tganimdan keyin juda keng qamrovli tekshirish o'tkazdik. Oxirgi 3 yilda o'rganish natijasida 31 ta viloyat muassasalari, 13 ta tuman shahar tibbiyot birlashmasining 18 nafar 41% rahbar kadrlari rotatsiya o'zgargan. 41% 3 yilda o'zgargan rahbar kadrlar Buxoro viloyatining o'zida. Hamshiralarning har 4-chisi, kichik tibbiyot xodimlari har 3-chisi chorak yoki yarim shtatda ishlab kelmoqda. Albatta sifat degan narsa bo'lmaydi. Masalan, patronaj hamshirasini oladigan bo'lsak, o'sha chorak stavkada ishlaydigan bo'lsa, bitta bemorga uyiga patronajga borib kelgungacha ish vaqti yakunlanadi, tugaydi. Hech qanaqa effekt yo'q. Kadrlar bo'limi xodimlarining 22 nafari, ya'ni 25% umumiy 10 yildan 25 yilgacha bo'lgan davrda bitta lavozimda faoliyat olib borayotganligi aniqlandi. O'ta tibbiyot xodimlarini markazlashgan tarzda ishga olish jarayon sun'iy ravishda murakkablashishda oqibatida korrupsion holatlar ko'paygan bo'lib, Buxoroning o'zida 112 nafar o'rta tibbiyot xodimlari talablarga zid ravishda ishga qabul qilinganligi aniqlandi bitta regionda. Endi prezidentni farmonlari va qaror loyihalari tayinlandi. Hozir Samarqand viloyati va boshqa regionlarda bittadan tashkil qilaman. Savol javobda men tushuntiraman. Bu bo'yicha tajriba sifatida biz islohot olib boramiz. Men bu farmon to'g'risida hozir prezentatsiyaga tayyorlanyapmiz. Batafsil savol javob davomida to'xtalib o'taman. Endi ilgari talabgorlar avval test topshirardi, keyin oliy toifa olish uchun bo'yicha Toshkentga kelib ketishi, yana 2 oylab malaka toifasi guvohnomasi berilishi kerak edi. Va bu yerda Sog'liqni saqlash vazirligi tizimda shaffoflikni ta'minlash uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan, kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda funksiyalarni amalga oshirmoqda va hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari va MyGov.uz portali orqali arizalarni faqat elektron shaklda qabul qilish va har bir bosqichda ko'rib chiqishni bevosita nazorat qilish tartibi joriy etildi.
Hududlarda og'zaki va test imtihonlarini o'tkazish uchun maxsus jihozlangan imtihonxonalar ajratildi. Onlayn translyatsiya, audio va video kuzatuv ta'minlandi. Masalan, klinik ordinatoriyaga qabulda yozilaman, o'zim ishtirok etdim. Ochig'i bizani umuman aralashishimizda imkoniyati bo'lmadi mana shu jarayonga. Hamma joyda kamera, aholi ham siyosiy ongi yuqori. Agar biron bir nojo'ya harakat qilsa, sira bilinadi ularning o'rtasida. Tibbiyot farmatsevtika xodimlarning malakasini baholash, ularga sertifikatlar berish axborot tizimini tegishli vazirlik idoralari bilan birlashtirilgan platforma yaratildi. Tib toifasi SV.uz random, ya'ni tasodifiy dastur orqali onlayn imtihon jarayonida tabaqalashtirilgan savollarni avtomatlashtirilgan tasodifiy tanlanishiga yo'l ochildi. Imtihon natijalari darhol e'lon qilinishi ham onlayn e'lon qilinishi yo'lga qo'yildi. Endi QR kodli elektron sertifikatlarni ma'lumotlar bazasidan olish imkoniyati ham yaratildi. Sohaga ajratiladigan byudjet mablag'lari bo'yicha qaraydigan bo'lsak, shaffoflik bo'yicha e-xarid onlayn tizimi bo'yicha men gapirdim. Bu narsa ko'rildi va albatta vazirlikda 2024-yilda Shotniy hisob palatasi bilan Bosh prokuratura bilan situatsion markaz tashkil qilinib, xarajatlar monitoringi yo'lga qo'yildi. Rahmat, Asilbek Anvarich, reglament bo'yicha ajratilgan vaqtimiz tugadi. Bu ma'lumotingiz hamma deputatlarimizga tarqatilgan. Agar yo'q qo'shimcha qilaman desangiz, marhamat, yana bir 4 daqiqa berishimiz mumkin. Agar oxirigacha aytmagan fikrlaringiz bo'lsa, mayli 3-4 Yo'q, fikr emas, bitta faktni aytaman. 2024 yakuni bo'yicha biz to'liq byudjet mablag'larini davlat tomonidan ajratilgan sarf xarajat qilishga erishdik. Ya'ni bunda biz birinchi kvartal 25-yilni ham hisobga olgan holatda va qo'shimcha qilmoqchimanki, dori vositalarini xaridi bo'yicha joylarda ko'p savollar tug'ilyapti. O'sha kerakli dori vositalarini aholi o'zi aptekadan dorixonadan olib kelayotganligi bo'yicha norozigarchilik. Bu illatdan biz yo'q qila olganimiz yo'q va yaqin yillarda yo'q qilish rejamiz bor. Qanday qilib? Biz tahlil qilib ko'rganimizda, aynan mana shu regionlarda va Toshkent shahrining o'zida ham dori vositalariga xalqni o'sha shifoxonani haqiqiy va tibbiy asbob-uskunalarga haqiqiy ehtiyojini shakllantirish tizimini qaytadan ko'rib chiqib, hozir normativ hujjat tayyorladik. Ya'ni va bu birinchidan mana men 24-yilda ko'rdim. 24-yilda ehtiyojini to'liq shakllanmaganligi uchun 24 birinchi yarim yilligida biz tasdiqlashga muvaffaq bo'ldik. Endi biz mana 25-yilda, 26-yilda ehtiyojini obyektiv byudjet parametrini shakllangan paytda, ya'ni avgust-sentyabr oylariga mo'ljallab 26-yil ehtiyojini olmoqchi biz. Albatta, bu yerda ehtiyoj noto'g'ri tuzilgan taqdirda xalqning oldida o'sha joydagi noto'g'ri tuzgan rahbar javob berishi mexanizmi qo'yilyapti va ularga yordam berilishi kerak. Va albatta yana qaytarib aytaman, bu ehtiyojni shakllantirilishida ham raqamlashtirishni joriy qilmagunimizcha, to'liq joriy qilmagunimizcha buni imkoniyati yo'q. Mana hozir men o'zim bilan birga komandada alohida Sog'liqni saqlash vazirligida raqamlashtirish bo'yicha vazir o'rinbosari tayinlangan Omonov Olimmurodillayevich ishtirok etyaptilar. Raqamlashtirish bo'yicha savollar bo'yicha va bularni prognozi bo'yicha agar biza astoydil ishlaydigan bo'lsak, 2024-yilda mana shu raqamlashtirish bo'yicha oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishamiz. Lekin o'qitish, ishlash, qog'ozdan elektron tizimga o'tish keyin ham davom etadi. Sababi bu yerda o'sha inson omili bilan bog'liq masalalar ham juda ko'p. Bu o'sha nafaqat dori-darmon moliyalashtirish, balkim juda xalqni qiynaydigan masalalar bor. Elektron navbat masalasi ham bor. Bu ham raqamlashtirish orqali to'liq amalga oshirilishiga erishishimiz kerak. Rahmat, batafsil axborotingiz uchun. Hurmatli deputatlar, endi kelishganimizdek savol-javoblar qismiga o'tsak, marhamat, savol bermoqchi bo'lganlar ro'yxatdan o'tishlarini so'raymiz. Husanov Diyor Sheraliyevich, O'zlidep partiyasi fraksiyasi a'zosi savol bermoqchilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Rahimjon Rasuljonovich, hurmatli deputatlar va yig'ilish ishtirokchilari. Avvalambor Bek Anvarovich bergan ma'lumotingiz uchun sizga katta rahmat. Meni savolim shundan iborat edi. Bugungi kunda hududlarga chiqqanda, aholi bilan uchrashganda, muloqot qilganimizda ularni qiynab keladigan savollardan biri va o'zingizda ma'ruzingizda ta'kidlab o'tdingiz, tibbiyot xodimlarini, ayniqsa mana hamshira, laborantlarni ishga olgan vaqtda tanish-bilishchilik,
qarindosh urug'chilik, korrupsion holatlar mavjud. Hozirgi kunda ham quyi qatlamda saqlanib qolgan. Shu tibbiyot xodimlarini ishga qabul qilishda vakant lavozimlar haqida ochiq axborot tarqatishni shaffofligini ta'minlash, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda buni amalga oshirish mexanizmi bo'yicha qanaqa ishlar amalga oshirilyapti? Hududlardagi aholini mana shu savollarga javob berish bo'yicha vazirlikni fikrini bilmoqchi edik. Undan tashqari o'sha sog'liqni saqlash sohasida kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo'yishda shaffoflikni ta'minlash borasida qanday choralar, aniq choralar ko'rilgan? Ayniqsa shu tibbiyot xodimlarida rahbar xodimlarni ishga olishda qanaqangi prinsiplarga amalga oshiriladi? Shu bo'yicha ma'lumot bersangiz avval. Rahmat sizga. Marhamat. Katta rahmat Diyor Sheraliyev, juda ham dolzarb savolni qo'ydingiz. Rahbar kadrlardan kelib chiqib men aytay sizga hamshiralarni alohida to'xtalaman, o'rta tibbiyot xodimlarini. Diyor Sheraliyev haqiqatan ham rahbar kadrlarni qo'yish bo'yicha manda prinsip bor o'zimda, korrupsiyaga qarshi kurashishni shaxsan o'zimizdan boshlab boshqalarga ko'rsatishimiz kerak. Hozir albatta orqangizdan kimdir kuzatish shart emas, xalq ko'rib turibdi, o'zingizni xodimlaringiz ko'rib turibdi. Nechta 24-yildan boshlab nechta vazirlik vakolati tasarrufidagi nomenklaturasida rahbar tayinlangan bo'lsa, mexanizm argos tizimi orqali boshida bizda ancha murakkabliklar bo'ldi kadrlarni tanlashga. Sababi hozir xususiy sektor ochilgandan keyin tibbiyotda rahbar kadrlarni tanlash bo'yicha ayrim muammolar bor. Ya'ni ishlash, boshqaruv tizimida ishlashga xohishi bor va albatta xohishi bilan birgalikda layoqati bor kadrlarni rezervi anchagina sayoz. Ancha sayoz. Bu bizni bu bo'yicha ancha menejment tizimi bo'yicha rahbarlarni tayyorlash bo'yicha qiladi. Buning uchun biz birinchi tizimni qildikki, butun respublikaga e'lon qildik va albatta gapirtirdik, yangi tayinlangan o'sha tug'ruq kompleksining rahbari bo'ladimi, respublika markazini rahbari, rektor bo'ladimi. Albatta aytgan, men hech kimga hech qanaqa pora bermasdan o'tganligimga kafolat beraman. Chunki bundan so'raydi hamma. Bir, ikkinchidan bizda sog'liqni saqlash boshqarmalari, viloyat, tuman tibbiyot birlashmalari rahbarlaridan boshladik. Oylik maoshi juda ham past ekan, xizmat mashinasi juda ham eskirib ketgan ekan. Boshladikki o'sha korrupsiyaga qarshi kurash, pora olmagan deymiz-ku, lekin oylik maoshiga e'tibor berilmas ekanmiz. Men raqamni aytib o'tirmayman, uni qanchaligini ungacha. Albatta shunday raqamlarki, ular albatta korrupsion elementga aralashib qolishgan. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasidan markaziy apparatnikini hozir ikkinchi etapda tuman tibbiyot birlashmalari rahbarlarini biz o'tkazmoqchi biz. Byudjetdan so'ramasdan mablag', byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 200 barobar qo'shimcha rag'batlantirish mexanizmini har oylik qildik. Hozir o'rtacha 16 milliondan 20 milliongacha viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi oylik maosh oladi. Bu o'zining kategoriyasi boshqa o'zining natijalariga ham bog'liq. Xizmat mashinasi bilan ta'minladik. Faqat xalq uchun ishlaysan. Mana shu aravani tortasan. Uchinchisi, albatta biza har bitta lavozimga, vazir lavozimidan boshlab har bitta lavozimiga zaxira, 3 tadan zaxira qilishni va bularni ilgari faqatgina bizda tibbiy o'sha tashkilotchilik bo'yicha kurslar bor, malaka oshirish markazimizda. Bu yerga faqatgina ilgari ishlab turganlar kelgan bo'lsa, hozir shu rezerv zaxirada bo'lganlarni ham oldindan o'qitishni biz yo'lga qo'ydik. Marhamat, ikkinchi savol quyi pog'onadagi. Quyi pog'onadagi albatta hamshiralar bo'yicha rahbar kadrlardan ham ko'ra hamshiralarni ishga olish bo'yicha hech kimdan yashira olmaymiz bu narsani. Juda korrupsion elementlar juda ko'p bo'lgan holat va bunga sharoit yaratilgan. Hozir biz o'yladik, bularni ham oxiri turkiyalik mutaxassislarni chaqirdik. Qanaqa qilib o'sha ayniqsa birlamchi tizimda ishlaydigan tuman bo'g'inida, pastki bo'g'inda oilaviy poliklinika tizimida ishlaydiganlarni olganda biz shu xulosaga keldikki, bularni oylik maoshini oshirishimiz kerak albatta. Buning uchun biz hozir Samarqand viloyatida eksperiment qilmoqchi edik. Hozir Moliya vazirligi bilan kelishilgandan keyin har bir viloyatda bittadan tumanda va Samarqand viloyatida pilot sifatida ikkitadan tumanda olamizda o'sha yerda ishlaydigan xodimlarni birinchidan maxsus bir qisqa muddatli kurslardan o'tkazmoqchi biz. Umumiy amaliyot shifokori alohida, patronaj hamshira, doya alohida. O'tgandan keyin imtihon topshiradi. Imtihon topshirgani, o'tgani imtihondan muvaffaqiyatli o'tganini
oylik maoshini 2 baravardan 4 baravargacha ko'tarish masalasini ko'rsatdik. Oramizda moliyachilar bo'lsa aytaman, bu byudjetdan bu mablag' olinishiga Jamshid Anvarovich Kuchkarov bilan biz kelishdik. Optimizatsiya qilish hisobiga, ya'ni tumanlarda, joylarda juda ko'p bir-birini takrorlovchi va faktiski foydalanilmaydigan shtatlar bor. Bularni qisqartirish bilan qilamiz. Birinchi etapda bularni ekzamindan o'tganlarga 2-3 baravar, 4 baravargacha oylik maoshini oshiramiz va bular motivatsiya beradi boshqalarga. Birinchi etapda hammasini ko'chada qoldirmasdan eski oyligi bo'yicha qoladi va ikkinchi etapda bularni o'sha samarasi KPI past bo'lganlarni biz majbur bo'lamiz xayrlashga. Sababi hozir biz reja qilyapmiz, yana hozir brigada tizimida 2000 aholiga bitta brigada xizmat qilsa, bu yilda birinchi yarim yil yakuni bo'yicha biz 3000 aholini biriktirib nagruzkani ko'tarmoqchi biz. Oylikni ko'tarish bilan birgalikda aholi nagruzkani qisman ko'tarmoqchi biz. Shu yerda Asilbek Anvarovich, uzr, bitta savoli aniq menimcha shu deputatimiz shuni xohlayaptilar. Ya'ni bu hozir aytayotgan narsalar juda to'g'ri, lekin bu kishi aytmoqchiki, mana shu jarayon, masalan, qayerda vakansiya bor, uni shaffof tizim bormi? Qaydan ko'rsa bo'ladi odamlar? Tushunarli. Ya'ni mana bu yerda vakansiya bor, bu yerda vakansiya yo'q. U yerga ishga kirishni shaffofligi, ya'ni hozir aytayotgan talablar juda to'g'ri, lekin uni odamlar shaffofligini qanday ta'minlaymiz? Mana shu masalani menimcha deputatimiz so'rayaptilar. Marhamat. Rahmat. Mavjud vakansiyalar o'sha vakansiya Argos.uz veb saytida e'lon qilinadigan bo'ldi. Buxoroda eksperiment qildik bizani. 137 ta xodimni hech kim bilmagan vakansiya borligini e'lon qilib, bir haftani ichida talabgorni topib, suhbat o'tkazib oldik. Mana shu vakansiya Argos.uz veb saytida e'lon qilinadi. Birinchi nizom tasdiqlandi bizda. Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'i bilan tanlov o'tkazish to'g'risida e'lon qilinadi, shaffof. E'londa vakant lavozim nomi va unga qo'yiladigan malaka talabi ham qo'yiladi. Quyi tibbiyot xodimlariga hammi, mana medsestra deymiz endi oddiy xalq tilida. Ularga qanaqa vakansiyalar bo'yicha? Bularga shuni soddalashtirilgan variantda qo'yiladi, vakansiyalar borligi to'g'risida. Qayerda? U saytdan oladimi? Qaysi saytdan oladi? Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy saytida ham bu qo'yib borilyapti hozir aytadi. Buni tizimli yo'lga qo'yiladi, endi. Buni hamma viloyatga o'tganimiz yo'q, sababi o'sha sifrovizatsiya bilan ozroq muammo bo'lyapti va o'sha yerdagi kadrlarni, rahbar kadrlarni ham bunga tayyormasligi ma'lum bo'ldi. Chunki biz o'sha Samarqandda eksperiment qilgan paytimizda ko'pchilik o'sha rahbarlar qo'rqib qoldiki, ko'pchilik o'zi ishda olgan o'sha hamshiralarni 0.25 stavkaga, chorak stavkaga. O'shaning uchun ham buni elektron platforma orqali qo'yiladi. Bundan tashqari endi biza oddiyroq yo'lni yana qo'ydik. Men o'zimni telefon raqamim regionlarda o'zi bilishadi juda ham yaxshi. O'sha 103 xizmatini qanday chaqirsa o'sha hamshiralar qayerda nohaqlik bo'lgan bo'lsa, bu endi albatta sodda usul, lekin vazirga har qanday aziyat chekkan yoki nohaq ishdan bo'shatilgan o'rta tibbiyot xodimlari juda ko'p chiqishadi menga. To'g'ridan to'g'ri chiqishi mumkin. Rahmat. Endi baribir to'g'ri aytdingiz, bu juda katta ish, lekin mana shu bir tizim bo'lsa, o'sha butun respublika bo'yicha biz deputatlarimiz xohlayotgan endi taklif shundayki, xohlagan odam mana Qoraqalpog'istondan turib, masalan, Andijonda qayerdadir qaysidir tibbiyot xodimiga quyi darajada ehtiyoj bor. Endi rahbarlar to'g'ri aytdingiz, Argosda u tizim yaratilgan. Endi quyi darajalarda kimdirdir bemalol shaffof ko'rishi mumkin bo'lish imkoniyatini yaratish bo'lyapti. Hozir aytdingiz, endi qilinyapti deb o'ylaymizki, bu ish butun respublika bo'yicha ham davom ettiriladi. Qarshiliklar bo'lyapti, lekin biz kurashyapmiz bu bilan. Men hozir batafsil faqat ikkinchi Xudo xohlasa men endi sizlardan so'rayman, har kvartalda imkoniyat bor, agar reglamentga to'g'ri kelsa, Sog'liqni saqlash vazirligi poytaxtni reforma bo'yicha axborot berishga, buni bizani mana raqamlashtirishda, mana vazir o'rinbosari ham o'tiribdi, yilning oxirigacha biz marra olganmiz. Albatta, nima yordam kerak bo'lsa, biz deputatlarimiz tayyor, har qanday yordam, ko'mak berishga bemalol murojaat qilishingiz mumkin va buni qo'mitamiz doimiy mana birgalikda hamkorlikda ishlaymiz bu masalada. Lekin oxirgisi uzr so'rayman, reglamentda hurmatli deputatlar, hurmatli rais, hozirgi kunda har yili biz nazorat qilyapmiz o'rta hamshiralar bo'yicha, o'rta bo'g'im bo'yicha. Masalan, 2025-yilda birinchi yanvar holatiga 5332 nafar vakant lavozim bor, lekin talabgorlar talab qiladigan hudud yoki muassasada emas-da u. Shuning uchun masalan Toshkent shahrini o'zini oladigan bo'lsak, juda ko'plab
Ishonmaysizlar, lekin fakt Toshkent shahrida oilaviy poliklinikalarda doya, akusherka, poliklinikadagi akusherka lavozimi juda ko'p poliklinikalarda vakant. Mana shular hammasini e'lon qilsak, menimcha o'ylaymanki, sekin-sekin ochiq nima deydi, aytganingizdek murojaat bo'yicha tanlov qilib olinadi-da. Biz nima yordam kerak bo'lsa, mana hurmatli deputatlarimiz bilan birgalikda tayyormiz yordam berishga. Shu normativ huquqiy hujjatlarga kiritilgan o'zgarishda qo'llab-quvvatlasalaring, juda ko'p qarshilik bo'ladi. Mana o'sha o'tgan yig'ilishlarda muhokama qilganimiz o'sha tibbiy xodimlarni ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha ham juda ko'p bahs munozaralar bo'ldi, lekin biza yana u Oliy Majlisda muhokamadan keyin ham yana xalqaro hamkorlar bilan, ekspertlar bilan gaplashdik. Uni masalan o'tmasak bo'lmaydi. Uni menimcha biz qabul qilib tasdiqlab berdik. Yo'q, sizlar tasdiqlaring Senatda hozir. Yo'q, bizdan o'tdi-da. Bizdan o'tib bo'ldi. To'g'ri. Agar yana zarurat bo'lsa, biz tayyormiz. Katta rahmat. Savolga so'z so'rayaptilar. Akrom va Zulayho Abdurazzoqovna, Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Asilbek Anvarovich, yuqorida o'zingiz atroflicha ma'lumot berdingiz va shu bilan birgalikda sohadagi mavjud kamchiliklar to'g'risida ham mukammal to'xtalib o'tdingiz deb o'ylayman va buning uchun biz Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari tomonidan minnatdorchilik bildiramiz. Bilamizki, elda shunday naql bor, xalqimizda bu el sog'ligi, yurt tinchligi degan naql bor va bu juda ham to'g'ri naql. Shu nuqtai nazaridan muhtaram yurtboshimiz davlat rahbari sifatida ish boshlagan ilk kunlaridanoq mazkur sohaga, ya'ni xalqimizni sog'lig'ini asrashga qaratilgan masalalarda tibbiyot sohasiga nihoyatda katta e'tibor bilan qaradilar va bu masalada o'nlab farmonlar, qarorlar, chora-tadbirlar dasturlari belgilandiki, hammasi mana shu xalqimizni sog'lig'ini ta'minlashga, ularning umrini uzaytirishga, qolaversa o'sha xalqimizni joylarda eng chekka qishloqlardagi bugun yashayotgan fuqarolarimizni ham o'sha joylarda ovora bo'lmasdan, shaharga borib qatnamasdan, o'zlaridagi bor kasalliklarni erta aniqlashga qaratilgan chora-tadbirlarni yo'lga qo'yish orqali o'sha joylarda fuqarolarimizni roziligini olishga qaratilgan juda ko'plab ishlar amalga oshirildi. Buni xalqimiz albatta joylarda e'tirof etishyapti va shu bilan birgalikda aytishimiz mumkinki, buni men nafaqat tibbiyot xodimlaridan, balki ko'plab o'sha o'zimizni fuqarolarimizdan ham eshityapmizki, mana shu bugun O'zbekistonda olib borilayotgan tibbiyot sohasidagi islohotlar jarayonida shu yutuqlar natijasida, demak, nafaqat bizni yurtimizdagi fuqarolar, balki qo'shni davlatlarimiz Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelayotgan juda ko'plab fuqarolarimizni ham o'sha bizni meditsinamiz orqali davolanayotganligi kabi holatlarni eshitish albatta bu faxrlanarli, lekin joylarda biz masalan Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi sifatida bo'lib o'tayotgan saylovchilarimiz bilan, elektoratimiz vakillari bilan bo'lib o'tayotgan uchrashuvlar jarayonida ular berayotgan savollar, murojaatlar asosida shu narsa aniq bo'layaptiki, demak, hali ham sohada korrupsion holatlarning yechimini kutayotgan muammolar borligi ko'zga tashlanib qolyapti. Birgina sizga hozir misol tariqasida aytib o'tishim mumkin. Gapimning isboti sifatida, ya'ni bugungi kunda Jizzax shahrida ko'p tarmoqli viloyat kasalxonasi, shifoxonasi faoliyat olib bormoqda. Mana shu shifoxonada yaqinda ismi familiyalari Qurbonova, demak, ixtisoslashtirilgan o'sha order olgan va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam olish uchun yotqizilgan, ammo o'sha shifoxonada mavjud mablag'ni yetarli bo'lmaganligi tufayli, demak, jamg'armani pul mablag'lari asosida 6 million so'm mablag' ajratilgan va davolanyapti-da. Endi tabiiy savol tug'iladi. Demak, bu masalani yechimini qanday hal qilish mumkin? Nima uchun bunday holat vujudga kelyapti? Mazkur holatni qanday izohlash mumkin? Misol uchun, o'sha tibbiyot muassasalarini dori darmon bilan ta'minlash paytida noto'g'ri yo'naltirilishga nima qolyaptimi? Mablag' moliyalashtirish noto'g'ri yo'lga qo'yilib qolyaptimi? Yoki bo'lmasam o'sha
shifoxonaning ehtiyojini yoki kasallarning ehtiyojini aniqlashda qandaydir kamchiliklar bormi? Va bu holatlarni bartaraf etish uchun bugungi kunda endi bu kabi holatlar ko'plab uchrayapti-da. Qanday chora-tadbirlar belgilagan vazirlar, Sog'liqni saqlash vazirligi va kelgusida bunday muammolarni bo'lmasligi uchun bir yaxshi natijador rejalari bormi? Shular to'g'risida to'xtalib o'tsangiz. Rahmat. Marhamat. Juda dolzarb savol. Zulayho Abdurazakovna Jizzax viloyatini ham Buxorodan keyin tekshirganmiz, ko'rganmiz va shu narsaga amin bo'ldikki, siz aytgan holatni asosiy sababi albatta bizani o'zimiz bilan bog'liq, davlat tomonidan byudjetdan pul ajratilyapti. Sababi biza sug'urta tizimiga o'tish bilan moliyalashtirish birlamchi bo'g'in uchun biriktirilgan aholidan kelib chiqib belgilanadi byudjet keyingi yildagi statsionar muassasalar uchun пролеченный случай deydi, davolangan holat bo'yicha, ya'ni hisob kitobini qiladi, qancha bemor yotdi, qancha xarajat bo'ldi, shundan kelib chiqib ekspertiza qilinadi, keyingi yilga o'rtacha mana shu mablag' qo'yiladi. Endi Jizzax viloyatidagi holat boshqa hududlarda ham uchrab turibdi. Buni asosiy sababi mana shu dori vositalarini, reaktivlarni qanchalik kerakligi va qaysi nomdagisi kerakligi bo'yicha ehtiyojni to'liq tashkil qilinmasligi natijada kelib chiqyapti. Ochig'ini aytaman, bugun mana korrupsiyaga qarshi kurashish mavzusi bo'lgandan keyin ba'zi bir tumanlarda, baribir shifoxonalarda biz shuni guvohi bo'ldik, qo'lga tushirdikki, 70% ajratilgan byudjet mablag'lari faqatgina o'sha qimmatbaho bo'lgan antibiotiklar yoki boshqa dori vositalariga sarflanyapti-da, aynan bitta firmadan olinyapti u narsa. Bu ba'zi bir holatlar endi biz ko'rganimiz. Elementar kasal uchun lozim bo'lgan o'sha kafolatlangan paket dorasidagi qolgan dori vositalari pulini unga sarflab qo'yganligi uchun 70%ni bular ololmayapti. Va masalan 500 million so'mlik masalan mablag' ajratilgan bo'lsa, ehtiyoj shakllantirilmaganligi uchun birinchi navbatda qaysi dorini sotib olishni bilmaydi, chunki analiz yo'q. Buni biz hozir mana shu ehtiyojda qiynalganimizdan keyin yo'lga qo'ydik, davlat xaridlari markazini tashkil qilganimizdan keyin. Endi birinchisi 2024-yilda barcha davolash proyektidagi muassasalar uchun ehtiyoj shakllantirish bo'yicha alohida buyruq chiqarildi vazirlikdan, qanaqa qilib ehtiyoj shakllanadi. Ya'ni yana takrorlab aytaman, har bir muassasasida doimiy faoliyatdagi hay'at degan komissiya bo'lishi kerak. Постоянно действующая комиссия. Bu bir yillik ehtiyojni aniqlab, tasdiqlab, miqlab beradigan komissiya, muassasani birinchi o'rinbosari rais bo'ladi bunga. Ikkinchisi, yil davomida, masalan, pandemiya o'tkazdik yoki gepatit kasalligi ko'payib ketyapti-da, rejadan chetga chiqishga majbur biz. Qo'shimcha mablag' kerak yoki mana bu pozitsiyadagi dorini o'rniga boshqasini olish kerak. Mana shu komissiyaga biz markazdan hal qilmaymiz, ruxsat bergan biz o'zi ichki pulini boshqa diversifikatsiya qilib, boshqa yo'nalishdagi dori vositasini yilda ikkinchi yarmiga olishi mumkin. Va albatta bitta o'sha ehtiyojni noto'g'ri aniqlanganligi bilan bog'liq. Hurmatli deputatlar, savol beruvchilar juda ko'p, shuning uchun qisqa reglamentga amal qilib savol qisqa javob bersak. Savol bermoqchilar Adolat Sotsial Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Mavlonov Zuhriddin Erkinovich. Marhamat. Qisqa. Assalomu alaykum, hurmatli rais etuvchi, hurmatli deputatlar va yig'ilish qatnashchilari. Hurmatli Asilbek Anvarovich, ma'ruzangizdan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha bir qator ijobiy ishlar qilinganligi ko'rinadi. Barchamizga ma'lumki, keyingi davrda mamlakatimizda barcha tibbiyot muassasalarini zarur dori-darmonlar, tibbiyot vositalari bilan ta'minlash uchun davlat byudjetidan juda katta miqdorda mablag'lar ajratilyapti. Mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan joriy 2025-yilning o'tgan davrida respublikamizning deyarli barcha viloyatlarida, Toshkent shahrida, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi tibbiyot muassasalarida shu zarur dori-darmonlar, tibbiyot anjomlari bilan ta'minlanganligi holati o'rganildi-da. Shu o'rganishlarda ayrim tibbiyot muassasalarida yaroqlilik muddati juda qisqa bo'lgan dori-darmonlar olinganligi, kerak bo'lmagan dori-darmon olinganligi, ayrim holatda esa zarur kafolatlangan paketga kiruvchi dori-darmonlar xarid qilinmagan, yetarli darajada xarid qilinmaganligi ham aniqlandi. Mana masalan, Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi 34-sonli oilaviy poliklinikada
Kafolatlangan paketga kiruvchi 27 turdagi dori-darmondan atigi 15 tasi xarid qilinganligi aniqlangan bo'lsa, ulardan 4 tasi esa yaroqlilik muddatini hisobga olsangiz, ehtiyojdan ortiqcha ekanligi ko'rinadi. Ya'ni qisqa yaroqlilik muddatli dorilardan ko'proq miqdorda olingan. Bu byudjet mablag'larini samarasiz sarflanayotganligi ko'rinadi-da. Ushbu masalani biz fraksiya yig'ilishlarida ham bir necha marta muhokama qilganmiz. Asilbek Anvarovich, siz sog'liqni saqlash vaziri sifatida mana shu byudjet mablag'lari samarasiz sarflanayotganligi holati yuzasidan qanday izoh bermoqchisiz? Bu kabi holatlarni oldini olish, byudjet mablag'laridan oqilona foydalanish bo'yicha qanaqangi zarur chora-tadbirlar ishlab chiqilgan? Javobingiz uchun rahmat. Katta rahmat, Zuhriddin Erkinovich. Bu Zulayho Abdurazzoqovaning savollarini davomi bo'ladida, o'sha ehtiyojni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun o'sha davlat xaridlar markazi tashkil qilindi. Bunda albatta bitta qarorda band bor. Yaroqlilik muddatini 3 ta kategoriyaga berilgan. 50%, 50-60%, 30% va uchinchisi 70%, birinchisi 70, 50% va 30% muddati o'tishiga yaqin qolganda sotib olinmasligi, ya'ni prokuratura bilan birgalikda xarid jarayoni nazorat qilinadi. Xarid jarayoni nazorat qilinadi. Dorining nomi, boshqa hamma sertifikatsiyadan o'tkazgandan tashqari yaroqlilik muddatiga ham bu yerda aniq ko'rinib turiladi. Buni kelib chiqish sababi korrupsiya bilan bog'liq albatta. Ko'pchilik firmalar o'zini dorisini realizovat qilmagandan keyin borib gaplashadida, o'sha ma'lum bir o'sha porani evaziga mana shu dorisini o'tkazish holati bor. Bu albatta bemorga yetib bormaydi. Bu faqat spisaniya bo'ladi, o'sha yerda yo'q qilinadi. Faqatgina bu o'sha pulini olib, mana shunaqa sxema bu juda ma'lum va bu narsa bo'yicha biz qattiq kurashyapmiz. Endi albatta yana takrorlab aytaman. Poliklinika misolida aytdingiz, poliklinika bo'yicha biz hozir kafolatlangan sug'urta tizimi joriy qilingan hududlarda kafolatlangan paketni joriy qilyapmiz. Sababi aholida asosli bitta savol bor. Hurmatli prezidentimiz ham har doim bizga beriladi. Nima pullik, nima bepul? Qaysi dori vositasini poliklinika berishga majbur, qaysini berishi kerak emas. Mana ayni paytda olib qarasak, hozir hujjat yangilanyapti. Kafolatlangan paket bo'yicha 110 ta tashxis bilan 28 ta diagnostik tekshiruv, laborator tahlil 22 ta, 138 turdagi dori vositalari, 57 ta tibbiy buyumlar, shuningdek tuman darajasida buni kamroq ob'yomda qilinib, operatsiyaga ishlatilgan dorilar aniq qilib qo'yilgan. Biza hozir tasdiqlash jarayonida buni men reglamentdan tashqari taqdim qilaman Adolat partiyasiga. Bu joyda biza boshqacha yo'lni tutyapmiz. Kafolatlangan paket haqiqiy kafolatlangan bo'lganligi uchun butun rivojlangan davlatlarni hisoblaganimizda juda ko'p kasalliklarga kafolat berilmas ekan. Biza oldik 9 ta yo'nalishdagi eng ko'p uchraydigan kasalliklarni. Bu o'sha yurak qon tomir sistemasi, nafas sistemasi, endokrinologiya sistema, onkologiya tizimi va boshqa 9 ta yo'nalish. Va mana shularga mos ravishda biza mana shu ishlatiladigan ambulator xizmatdagi aniq oilaviy poliklinikada nechta dori bo'lishi kerak. Buni kerak bo'lsa e'lon qilamiz, kerak bo'lsa poliklinikada osib qo'yib, obratniy effekt berish uchun fuqarolar chiqib da'vo qilishiga sharoit yaratib beramiz. Rahmat. So'z so'rayaptilar Mirgaziyeva Zuhra To'rayevna, Milliy tiklanish Jamhuriyat partiyasi fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Rahimjon Rasuljonovich, hurmatli deputatlar, majlis ishtirokchilari. Asilbek Anvarovich bergan ma'lumotlaringiz uchun minnatdorlik bildiraman. Savolim shundan iboratki, bugungi kunda hech kimga sir emas, ko'pchilik o'sha aholi qatlami o'zini dardiga shifo topish maqsadida xalq tabobatiga murojaat qilyapti. Hurmatli prezidentimiz bir necha yildan buyon tibbiyot sohasidan qo'yadigan talablari aholi sintetik, polusintetik kimyoviy dori vositalari bilan to'yib bo'ldi. Masalan, sharqiy davlatlarni o'zini oladigan bo'lsak, albatta xalq tabobati bu traditsion davolash hisoblanadi. Xitoy, Tibet meditsinasida bu biz notraditsion hisoblaymiz, ular traditsion davolash hisoblanadi. Sog'liqni saqlash vazirligining pozitsiyasi xalq tabobati bo'yicha dori vositalarini ham va u bilan shug'ullanadiganlarni qo'llab-quvvatlaydi. Faqatgina
Bizda reglament bor. Hurmatli prezidentimizni qarorlari bilan biz Toshkent tibbiyot akademiyasida tashkil qilganmiz xalq tabobati fakultetini ham. Ya'ni har bir poliklinikada xalq tabobati bo'yicha shug'ullanadigan alohida mutaxassis bakalavr diplomga ega bo'lgan mutaxassis borligi bo'yicha. Ya'ni ular Ibn Sinoni retsepti bo'yicha programma minimum o'sha yerda xalqqa mana shu har xil dorivor o'simliklar, masalan prezidentimiz yaxshi ko'radilar, kiyguti qon bosimi ko'tarilganda, namatak va boshqa dorilar bilan foydasi bor. Faqatgina bitta narsa bilan biz xalq tabobati akademiyasi ham bor. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligini mana shu tibbiy faoliyatini litsenziyalovchi va nazorat qiluvchi organ sifatida pozitsiyasi qat'iy. Bu mutaxassis talabga javob berish kerak va uni aholiga beradigan dori vositalari maxsus laboratoriyadagi ekspertizadan o'tish kerak. Programma minimum aholiga xavfsizlik jihatidan isbot talab qiladigan o'sha доказательный meditsina deydi. Ikkinchisi shu. Biz buni tashkil qilishga ko'p kasalliklar bor. Agar regular mana shu to'g'ri agar tavsiya bo'yicha olsa foydali tomonlar ko'p. Biz faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat legal. Endi ikkinchi tomoni bor. Masalan, medalda ikkinchi tomoni borki, juda ko'p o'zini tabib deb hisoblaydigan, xalq tabobatini shug'ullanadigan, mana Qo'qonda ko'rdilaring, qancha internetda chiqyapti. Men ochiq aytaman, mana katta minbarda birontasini Sog'liqni saqlash vazirligidan legal bular litsenziyaga ega emas va qo'llaydigan vositasini ekspertiza o'tkazishga qo'rqadi. Sababi bizda 300 dan ortiq toksik preparatlarga tekshiruvchi maxsus spetsialniy zamonaviy laborator uskunalar bor. Dori vositasini beradigan solasiz 300 dan ortiq toksik agentga, komponentga chiqarib beradi sirazi 10 minut ichida. Ular taqdim etmaydi, ular bunga qiziqmaydi. Biz ularga qarshi biz. Rahmat. So'z so'rayaptilar Yusupov Navruzbek Muqimjonovich, Ekologik partiya fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Rahmat katta. Avvalambor assalomu alaykum. Rahimjon Rasuljonovich, hurmatli deputatlar, hurmatli Asilbek Anvarovich, hozirgi yig'ilish kun tartibidan kelib chiqib bergan axborotingizni eshitdik. Darhaqiqatda mamlakatimizda aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish borasida juda katta keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa buni Ishonch 2030 loyihasini misol qilib ayta olishimiz mumkin. Bu loyiha doirasida mamlakatimizdagi barcha tug'ruqxonalar zamonaviy jihozlar bilan jihozlanish jarayonlari ketyapti va bu albatta tug'ruq jarayonidagi ayollarimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda o'zini ijobiy natijalarini berishni boshladi. Lekin shunday bo'lsa-da, biz deputatlar bu boradagi islohotlarni joylarga chiqib bevosita o'rganganimizda bu borada yerdagi tibbiyot muassasalarining o'zi, tibbiyot xodimlari tomonidan ham, aholi tomonidan ham bu borada ayrim kamchiliklar, muammolar mavjudligiga alohida e'tibor qaratdik. Buni biz joylarda aholi bilan suhbatlashganimizda aniqlandi. Ya'ni tug'ruq tibbiyot muassasalarida bu ajratilgan zamonaviy jihozlarni samarali foydalanish borasida alohida shifokorlar shtatlar birligida ajratilmayotganligi, shu bilan birga tibbiyot muassasalarida tug'ruqxonalar shtat birligida ishlab chiqishda asosiy ish yuklamalarni inobatga olmagan holatda shtatlar birligi mutanosib ishlab chiqarayotgan holatlari mavjud ekanligini ham mana shu guvohi bo'ldik. Ayniqsa mana shu deputatlar joylarga borib o'rgan Samarqand, Sirdaryo, Qashqadaryo, Qoraqalpog'iston Respublikasidagi shifoxonalardagi tug'ruq muassasalarida yaqindan o'rganilganda, ayniqsa bitta doya xizmatiga 8 nafar tug'ruq jarayonidagi ayollar to'g'ri kelayotganligi va shtatlar birligida xuddi shunday belgilanganligiga guvohi bo'ldik. Shu bilan birga hududlarda perinatal markazlardan tashqari ayrim shahar tumanlaridagi tug'ruq bo'limlarida shifokor, anestezolog, reanimatolog shtatlar ajratilmaganligi va tug'ruq jarayonidagi bemorga sutkalik nazorat faqatgina biriktirilgan shifokorga qo'shimcha yuklama sifatida yuklab qo'yilayotganlik holatlar ham kuzatildi. Endi savol tug'iladi. Bu holatlar ana shu homilador ayollarimizga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni sifatiga ta'sir ko'rsatmaydimi? Bu borada Sog'liqni saqlash vazirligi qanday choralar ko'ryapti? Shtatlar birligini qayta ko'rib chiqish vaqti kelmadimi bu borada? Savolimiz quyidagi. Rahmat. Navruzbek Muqimjonovich, bu umuman shtatlar bo'yicha tug'ruq komplekslarida menimcha shu minbarda bu ko'p berildi bu savol va siz shu savolni boshqacha rakursda berdingiz. Albatta, hurmatli prezidentimizni 296-qarorlari 23-yil 8-sentyabrda qabul qilingan va mamlakat bo'yicha 2023-27 yillar oralig'ida
4321 ta qo'shimcha shifo o'rinlari tashkil qilinishi belgilangan. Albatta, shifo o'rnidan birgalikda qo'shimcha shtat ham bu yerda ko'zda tutilgan. Endi bundan tashqari Qiroltita tumanlararo perinatal markazida 6 o'rinli chaqaloqlar reanimatsiya bo'limlarini tashkil etish bo'yicha yangidan shtat me'yorlari iqtisodiyot moliya vazirligi kambag'allikni qisqartirish bandlik vazirliklari bilan birgalikda tasdiqlandi. Bolalar reanimatsiyasi bo'yicha. Unga ko'ra har biriga vrach 675 stavkadan 12,4 stavka hamshira, kichik tibbiy xodim, jami 25 ta stavka lavozimlar kiritildi. Endi tug'ruq bo'limlari perinatal markazlarining faoliyati o'rganilganda fiziologik tug'ruqlarni akusherlik komplekslarida amalga oshirish, perinatal markazlarda esa faqat patologik jarayonni qabul qilish biza mana shu qaror bilan ham Sog'liqni saqlash vazirligi normativ hujjatlari bilan belgilangan. Ya'ni fiziologik tug'ruq qabul qilinadigan bo'lsa, bu faqatgina biza reanimatsiya xavfi bo'lishi mumkin. Agar fiziologik tug'ruq bo'ladigan bo'lsa, o'shaning uchun ham boshida qabul qilingan normativ hujjatlarda reanimatsiya koykalari hisobga olinmagan. Endi perinatal markazlarda bu koykalar bor, bu stavkalar bor. Ya'ni yana takrorlab aytaman. Fiziologik tug'ruq bo'ladigan muassasalarda maqsadga muvofiq emas deb topilgan. Ya'ni bizda modernizatsiya jarayoni ketyapti-da, juda ko'plab mana ko'ryapsizlar, Shovot tumani misolida aytishim mumkin. Nima uchun Shovot tumani misolida? Ikkita katta territoriyada bir-biridan 5 kilometr uzoq joyda alohida yuridik statusga ega bo'lgan, moddiy texnikaga ega bo'lgan shifoxona bo'lgan. Shuni biza modernizatsiya qilib, hozir ekspertlar bilan xalqaro tibbiyot muassasalarini birlashtirish jarayonini olib boryapmiz. Ya'ni bir nechta tarqoq holatdagi muassasalarni bitta boshqaruvga berish, bitta buxgalteriya va bitta yo'nalishda harakat qilish. O'zlaringga ma'lum, men bunga qo'shimcha aytaman, temadan chiqib ketdiminglar faqat. Endokrinologiya, kardiologiya, xirurgiya hammasi alohida bo'lgan bo'lsa, hozir rayon darajasidan boshlab viloyat va respublika darajasida ham biz klaster tizimiga o'tmoqchimiz. Qayerdadir buni biz tashkil qilamiz. Yaxlit yangi binoni qurish hisobiga qayerdadir ular o'zini joyida qolgan taqdirda ham ikkinchi variant boshqaruv bitta bo'ladi. Kasallar bir-biri bilan bog'liq bitta tashkilot xizmat qiladi va bitta statistika bo'ladi. Uchinchisi bitta joyga jamlash bularni. Jamlangandan keyin dubliruющий reanimatsiya bizga zarurati yo'q. Hozir perinatal markazlar bo'yicha o'rganilyapti va ko'pincha asoratli tug'ruqlarni Respublika shoshilinch tibbiyot ilmiy markazining filiallarida yordam ko'rsatilyapti. Bizning rejamiz bor, maqsadga muvofiq bo'lsa, faqatgina Navruzbek Muhimjonovich bu narsani biz joriy qilamiz. Lekin perinatal patologik tug'ruq asoratlangan o'lim xavfi asorat bilan bog'liq muassasalarimizda bizda bor shtatlar. Rahmat. Hurmatli deputatlar, mana har 5 ta fraksiyamiz vakillariga ham savol berish imkoniyatini berdik. Reglament bo'yicha ajratilgan vaqt bizda yakunlandi. Lekin so'z so'rayotgan, savol bermoqchi bo'lgan deputatlarimiz juda ko'p. Nima deysizlar? Davom ettiramizmi yoki imkon beramizmi? Qolgan deputatlarimiz, misol uchun bizda qo'mitamiz bor. Mehnat va ijtimoiy masalalar, sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha ular orqali ham savollaringizni berib, ularga ham javob olishingiz mumkin. Yo'q, men savol berishim kerak desangiz, mana bu yerda mikrofonni o'chirishmasiz, biz so'z beramiz ularga savol berishga. Faqat qisqa, tez, vaqtimiz juda kam, reglamentdan chiqib ketdik. Azimov Saydulla Ne'matullayevich, Liberal demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli spikar o'rinbosari. Rahmat Asilbek Anvarovich, mavzu uchun savolni qisqa qilishga harakat qilaman. Bugungi kunda mana tibbiyot tizimida xususiy tibbiyot muassasalari faoliyatlaridan ham keng foydalanilyapti. Ular tomonidan aholimizga juda katta xizmatlar ko'rsatilyapti. Bular o'zini qanchalar bunday xususiy tibbiy muassasalarda faoliyat to'g'ri tashkil etilganligi zamon o'zi ko'rsatib turibdi. Lekin mana ijtimoiy tarmoqlarda ham yoki shu hayotda ham ko'ryapmizki, ayrim xususiy tibbiyot muassasalari tomonidan noto'g'ri shu nima deydi, davo qilish tartibi, metodi yoki qilinish natijasida aholi jabr ko'rayotgani bor va bu sohada qilingan ishlarda qaysidir ma'noda chipakaga chiqaryapti desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Xususan endi ular moddiy manfaat ko'zlash maqsadida shunday bo'ladiki, borganingizda ochig'i eng qisqa muddatda davo berish maqsadida juda kuchli dorilarni yozadi. Gormonlardan boshlagan holatlarni biz amalda kuzatganmiz. Bular o'zingiz ham mutaxassis sifatida bilasizki, vaqt o'tkazib insonga aksil ta'sirini ko'rsatadi.
Lekin xalq ko'zida o'sha tibbiyot muassasasi xuddi tez davolagandek ko'rinadi va bu reklamaga o'xshaydi. Savolim shuki, Sog'liqni saqlash vazirligi mana shunday xususiy tibbiyot muassasalari davomida o'sha retseptlarni yozish, davolash metodlarini ustidan qanday nazoratni amalga oshirilyapti? Bu birinchi savolim edi. Ikkinchi savolim, yuqorida o'sha raqamli texnologiyalardan foydalanishni aytyapti. Ta'kidlash kerakki, Toshkent shahrida yoki ayrim markazlardagina mavjud bo'lgan muassasalar bor, yo'nalishlar bor. O'shalarga uzoq hududlardan odamlar keladi. O'zim ham amalda ko'rganman, bu sir emas. Borasiz, tong saharda borib navbat olish kerak. Kuni bo'yi navbatda turadi. Kelayotgan odamlar soni ko'pki, bir kunda u shifokor ham ulgurmaydi ularni. Va o'z-o'zidan xalq noroziligiga ham sabab bo'ladi. Chunki uzoqdan kelgan, sarf xarajat qilgan, kuni bo'yi turadi u yerda, u qaytib ketishi kerak. Mana shularda bir yo'qmi bugungi kunda oddiygina shu navbatni hududdan olib, aniq kunni belgilab, o'sha kuni kelsa, o'sha imkon qadar vaqtga kelib, o'sha kafolat bilan shu doktorni, shifokorni bugun ko'raman. Bir limitni belgilab, ham shifokorimizni qiynamardik kuni bo'yida, ham odamlarimizni sarsongarchiligini oldini olaylik. Nahotki shu kungacha masalan bu texnologiyalar kecha tashkil qilingan yo'q. Oddiy masalan meni sartaroshda ham bu narsa borda, hozirgi texnologiyani tashkil qilishdi. Shundan nega shu kungacha tashkil qilinmagan ayrim yo'nalishlar? Endi yo'nalish nomini aytmay, o'zingiz ham bilsangiz kerak. Rahmat. Sadullo Ne'matovich, ikkita aktual savol. Birinchisi, xususiy tibbiyot muassasalari bo'yicha albatta bularni tadbirkorlik subyektlarini himoya qilishga qaratilgan normativ hujjatlar bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligi bularni tibbiy faoliyatini litsenziyalagandan keyin ularni faoliyatini tekshirish uchun ham biznes ombudsmandan ruxsat so'rash protsedurasi bor. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri biz borib bularni to'g'ridan-to'g'ri faoliyatini tekshira olmaymiz. Faqatgina qachonki huquq-tartibot organlaridan yoki fuqarolardan bizga asorat bo'yicha shikoyat tushgandan keyin biz ruxsat so'rab borib tekshiryapmiz. Bu afsus bilan aytaman, bu noto'g'ri. Sababi xususiy tibbiyot muassasalarining ustun tomoni, men mutaxassis sifatida aytaman, praktikadan chiqqanman, servis jihatidan va o'zini ohangrabo jozibadorligi bo'yicha juda chiroyli. Lekin yerda kim ishlayapti? Yerda faoliyat ko'rsatadigan shu davlat muassasalarida ishlagan professional kadrlarni o'zlariga jalb qilishadi. Lekin ular ko'pincha kelib chiqadigan xato, juda to'g'ri aytdingiz. Men 100% siz bilan roziman, gapingizga qo'shilaman. Sababi bularda prinsip qisqa muddatda tezroq kasal оборот qilish. Ya'ni davlat muassasasida 10 kun bo'lsa, bularda 5 kunda chiqarish kerak. Va albatta, Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakat bo'yicha xususiy tibbiyot bo'ladimi, davlat muassasasi bo'ladimi, dori vositalarini ishlatish bo'yicha klinik protokol standartlarini avtori hisoblanadi. Ya'ni bizda shunaqa departament bor alohida va bular ishlatish uchun majburiy hisoblanadi. Xususiy tibbiyot muassasasi ham Sog'liqni saqlash vazirligi chiqargan standart protokolda infarkt bo'ladimi, insult bo'ladimi, shu protokolga rioya qilishga majbur. Shartnomada bu yozilgan. Faqatgina nazorat mexanizmini biz takomillashtirishimiz kerak, bizga imkoniyat yaratish kerak. Endi ularni rivojlantirishga sharoit yaratish uchun byurokratik to'siqni olib tashlab, korrupsion elementlar bo'lmasligi uchun qilindi. Hozirgi kunda agar taklif kiritilsa, normativ hujjatlar Sog'liqni saqlash vazirligida alohida guruhlar bor tekshiruvchi. Borib tekshirib buni ko'rib berishi mumkin. Keyin biz ko'pincha ikkinchisi nimadan ko'ramiz buni? Ko'pchiligida reanimatsiya, mana Muqimjon aka aytganlaridek, tug'ruq muassasalarida reanimatsiya xizmati ko'pchiligida to'g'ri tashkil qilinmagan. Davlat muassasasiga o'tkazishga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bemor stabil bo'lganda yaxshi, ularda og'irlashgan holatda reanimatsiya bo'lmagan. Bunga ham normativ huquqiy hujjatlarga o'zgartirish kiritish kerak. Nima uchun davlat muassasasi uni qilgan asoratini insonga yordam berish sifatidan biz yordam beramiz, lekin bizayim rashyot degan narsa bor. U to'lab berish kerak hammasini o'zi aslida. Asoratni o'qildi. O'shaning uchun ham meni taklifim bularni tekshirishni yana bir qayta ko'rib chiqish kerak, nazorat tizimini. Ya'ni litsenziya shartiga rioya qilinishi deb bir so'z bilan men aytaman. Rahmat. Bu bo'yicha mana bizning mas'ul qo'mitamiz bor. Agar takliflar kiritilsa, albatta biz ko'rib chiqib, biz yordam beramiz. Takliflar bor, kiritamiz. Ikkinchi savolingiz, ruxsat bersangiz 10 sekund. Haqiqatan ham hozir elektron navbat bo'yicha gapirdingiz. Bizga ham juda muammo, o'tgan yil biz shunday narsaga to'qnashdikki,
70% viloyat yoki tuman darajasida xizmat ko'rsatilishi mumkin bo'lgan bemorlar ham Toshkent shahridagi markazlarda navbat bilan. Hozir ham 1,5 yilgacha navbatlar ba'zi bir markazlarda. O'shaning uchun Sog'liqni saqlash vazirligi buni rivojlantiryapti, buni takomillashtiryapti. Lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. Aholi hech qanday elektron очередьsiz, hech qanday navbatsiz, boshqasiz to'g'ridan to'g'ri bizda odat bor. Ertalab soat 8 dan soat 10 yoki 12 gacha poliklinika to'la bo'ladi. Hech qanday navbat to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sekin-sekin o'rgatyapmiz buni. Tashabbus, targ'ibot qilyapmiz. Patronaj hamshiralarga aytib, imkon darajasida yoshi ulug'roq odamlar bo'lsa, rejali, surunkali kasali bo'lsa, kunda 2,5gacha kelsangiz, odamlar kamroq bo'ladi. Bu bosqichma-bosqich bo'yicha ishlayapmiz. Lekin to'g'ri aytdingiz, ayrim klinikalar, yo'nalishlar borki, respublika bo'yicha bitta yoki ikkita klinika bu bilan shug'ullanadi. Bu bo'yicha ham biz hozir bitta narsani yo'lga qo'ydik. Chet ellik fuqarolar bilan o'zimiznikini yuqori texnologiya jalb qilish bo'yicha direktorlarni ko'proq hududlarda ishlatyapmiz biz. Ko'proq o'zinglaringizni ko'rsatinglar, ko'proq televideniyada ko'rsatinglar imkoniyatlaringni. Qanaqa imkoniyatga bor. Va albatta, shu bilan birgalikda aholiga qulay bo'lishi uchun buni yo'li yana yechimi baribir tuman darajasidagi ko'p xizmatlarni va viloyat darajasidagi xizmatlarni biz ko'paytirishimiz kerak. O'shanda tarqalib ketadi. Faqatgina bitta muassasadan qaram bo'lib qolmaydi muassasalar. Men agar ruxsat bersalaring, oxirida 5 minut yoki 3 minut shu ko'p savollarga birdan javob bo'lishi uchun hozirgi qilinadigan programma bo'yicha bitta video rolikimiz bor, prezentatsiyamiz. Savollar tugagandan keyin agar ruxsat bersalaring, bo'lmasam. Rahmat. Rahmonova Zebin Supulatova, Liberal Demokrat partiyasi fraksiyasi a'zosi savol bermoqchi. Qisqa faqat, juda reglamentdan chiqib ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Qisqa savol bermoqchiman. Aslida bu mening savolim emas, saylovchilar bilan joylarga chiqib gaplashganimizda ular tomonidan takror beriladigan bir savol bor ediki, mana bitta aytaylik dorining narxi hozir mana elektron retsept tizimini joriy etilish bo'yicha hisobotingizni tingladik. Turli aptekalarda, dorixonalarda turlicha. Mana shuni bir xil qilib qo'yishda iloji bormi? Bunga Sog'liqni saqlash vazirligining fikri qanday? Shuni bilmoqchi edim. Oldindan rahmat javob uchun. Katta rahmat Zebin Sopovatovna. Bu bo'yicha normativ hujjat bor. Ya'ni referent narx tushunchasi bor. Ya'ni xususiy tibbiyot muassasasi bo'ladimi, sotib oladigan davlat muassasasi bo'ladimi, o'sha O'zbekiston Respublikasida belgilangan o'sha referent narxdan ortiqchasiga olishi yoki sotishi mumkin emas. Afsuski, juda ko'p tekshirishlarda prokuratura bilan birgalikda bu reglamentni buzilishi 2 baravar, 3 baravar ko'tarilishi bor. Bu yerda faqat nazoratni kuchaytirish kerak. Normativ hujjatlar, ya'ni nazorat qiluvchi hujjatlar yetarli, faqatgina o'sha prinsip insofni o'ziga bersin. Rahmat. Keyingi savol bermoqchi Smesova Yekaterina Aleksandrovna, Liberal Demokrat partiyasi fraksiyasi. Oxirgi savol, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli Rahimjon Rasuljonovich, hurmatli deputatlar, hurmatli Aslbek Anvarovich. Ruscha davom ettirsam maylimi? Rahmat. Вы сейчас говорили о медицинском страховании и рассказывали о регионах, дали статистику. У меня вопрос такой. Какие категории граждан в первую очередь получат доступ к бесплатному медицинскому образованию, к медицинскому страхованию, и как будет финансироваться система страхования за счет государства или за счет работодателя? И есть ли срок у медицинской страховки? Спасибо. Екатерина Александровна, большое спасибо. Очень актуальный вопрос. Значит, в страховую систему будут включаться все граждане. Принцип финансирования для начала это не окончательная версия нашего. Это пилот идет. Мы начали с 1 октября город Ташкент, Сырдарья по повторному. И с 1 января начали в Республике Каракалпакстан. Все населения, я уже как выше говорил, для оказания первичной медико-санитарной помощи будет принцип охвата по принципу прикрепленного населения. Если вы прикреплены к определенной поликлинике, вы уже являетесь контингентом этой поликлиники. И гарантированный пакет услуг вы имеете право получать. Только здесь исключение будет иметь место, когда мы вопрос лекарственного обеспечения. И насчет финансирования. Сейчас у нас создан фонд медицинского страхования.
фонд альтернативный, он непосредственно не подчиняется Минздраву, она работает совместно с Минздравом. То есть Министерство финансов выделяет деньги по запросу фонда, то есть 2024 год отчет дали, нам нужно на 2025 год приблизительно столько-то суммы. Они перечисляют фонд, фонд будет распределителем этих средств, плюс к этому мы ввели новые условия для фонда, как потенциальный потенциальное ведомство, которое будет заказывать за граждан, вы должны и проконтролировать именно оборот этих финансовых средств. К примеру, гражданин приходит на госпитализацию в областное медицинское учреждение, имея право получать у своего семейного врача в сельской местности направление для госпитализации. Если по регламенту гражданин получит, он автоматом бесплатно госпитализируется. Если он придет без направления, тогда ему скажут: извините, вы пришли без направления, по регламенту мы должны госпитализировать на платном основании. Будет тяжело, но это регламент такой будет. И лекарственное обеспечение тоже. Второе. Если по поводу удаления желчного пузыря, несмотря на то, что на районном уровне, райбольницы есть для эндовизуального вмещения лапароскопический аппарат, есть компетентный хирург. Но ему гарантируется оперироваться там. Если он захочет оперироваться в центре хирургии в городе Ташкенте, ему скажут: вы вышли из регламента, вы на платном основании будете лечиться там. Rahmat. Высокотехнологичный сложный случай, это прописано, это отдельный случай. Rahmat. Mana hurmatli deputatlar, mana barcha savollarga imkon berdik. Batafsil javoblar uchun hurmatli vazirimizga minnatdorchilik bildiramiz. Birgalikda hali ishlaydigan ko'p masalalar borligini yana bir marta amin bo'ldik. Biz mana mas'ul qo'mitamiz, hurmatli deputatlarimiz, albatta mana shu har bir yo'nalish bo'yicha hali ishlaymiz. Endi Asilbek Anvarovich bo'lmasam siz o'tirishingiz mumkin joyingizga. Hali videoni bir tomosha qilsak. Mavzu Raqamlashtirish bo'yicha juda qiziq ko'rsalaring. Raqamlashtirish bo'yichamidi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli deputatlar. Avvalambor rahmat bugungi kun tartibiga aynan raqamlashtirish masalasi sog'liqni saqlashda ustuvor sifatida qo'yilganligi. Albatta qisqagina vaqt olmasdan ruxsat bersanglar, o'zi raqamlashtirish bo'yicha sog'liqni saqlash tizimida nima ishlar amalga oshirildi. Bizlar raqamlashtirish bo'yicha 4 ta bosqichga bo'lib oldik. Birinchi bosqich infrastrukturani yaratish. Infrastrukturani yaratish deganda mavjud holatda inventarizatsiyadan o'tib chiqib, qaysi hududlarda qaysi texnologiya kerakligini aniqlab oldik. Ikkinchi anaqamiz yo'nalishimiz bu yagona platformani yaratish. Hurmatli rais, oldin jarayon qanday bo'lgan? Birlamchi va ikkilamchi tizimda har qancha platformalar ishlatilganligi hisobiga yagona, ya'ni statistik ma'lumotlarni ko'rishda imkoniyati bo'lmagan. Ya'ni 53 dan ziyodroq sog'liqni saqlash tizimida tizimlar yaratilgan bo'lgan. Afsuski bu tizimlarni qariyb 25% bir-birini takrorlovchi tizimlar bo'lgan va qolaversa bu tizimlar bir-biriga integratsiya qilinmaganligining oqibatida, ya'ni respublika onkologiyasidagi davolangan bizning bemorimizni boshqa qanaqadir poliklinikalarimizda, boshqa muassasalarimizda ko'rishda imkoniyati bo'lmagan. Ya'ni medkarta deganda alohida tibbiyot medkartasi, elektron yana medkarta bu yagona bo'lmagan, juda ham ko'p bo'lganligi hisobiga biza birinchi navbatda shularni inobatga olib, hurmatli prezidentimiz 23-yil yakunlari bilan yagona integratorni bizga mas'ul qilib belgilab berdilar, O'zinfocom kompaniyasini. Biz ular bilan yagona, ya'ni platformani ishlab chiqib, Demet deb nomladik tizimni. Bugungi kunda ushbu tizim 24 million aholini elektron medkartasini hozir kiritish imkoniyatiga ega bo'ldi. Biz hozir yuqorida berilgan deputatlarimiz tomonidan berilgan barcha savollarga ushbu platformani 100% agar ishga tushirib, uni realizatsiya qilishiga erishadigan bo'lsak, barcha savollarimizga javob o'sha omborxonadagi saqlanadigan
barcha dori vositalari, moliyaviy holat, undan tashqari sifatli xizmat ko'rsatishdan tortib barcha bizni vrachlarimizga beriladigan KPI ya'ni baholar barchasi shu tizimning ichida mujassam qilingan va albatta biz reja qilganimiz yil yakunigacha 25-yil yakunigacha bu platforma 100% o'zini nimasini ijrosini ta'minlaydi. Hozir yuqorida ko'tarilgan elektron navbat to'g'risida ham aniq savol berildi. Elektron navbatni ham biz ko'rishimiz mumkin. Toshkent shahrida birinchi, ya'ni birlamchi, ya'ni poliklinikalarimizda barchasida hozir yo'lga qo'yilgan. Faqat albatta hozir kamchiliklarimizni bilamiz. Bu kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha biz rejalarni belgilab olganmiz. Ommaviy axborot vositalari orqali aholimizga, xalqimizga biz yetkazishimiz kerak, chunki platformada 3 xil anaqada, ya'ni ochiq yozilishi mumkin. Bormasdan turib mobil ilova orqali borib o'sha har bitta poliklinikaga kirganda hozir Toshkent shahrida infokiosklar joylashtirilgan. Infokiosk orqali registraturaga uchramasdan turib registratsiya qilib va qolaversa 3-chi anaqamiz registraturaga uchrashib, anaqadan o'tib, keyin shifokorga yo'llanma yo'naltirish mumkin. Ikkinchi yana yutuq tomonimiz oldin birlamchida qilingan registraturadagi har bitta jarayon bizni statsionarga borganimizda ma'lumot yo'qolib qoladi. Misol uchun, poliklinikada qanaqadir analiz topshiramiz, bu analiz javoblarini olib qog'oz ko'rinishda bizni statsionar больницаlarga borib murojaat qilardik. Hozirgi holatda bu platformamizda hech qanaqa bemor o'z qo'liga qanaqadir bir tibbiy xulosalarni olmasdan turib, o'sha qaysi xohlagan anaqaga statsionar shifoxonaga borib davolanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, oilaviy shifokorlarimiz ham o'zini bemori bo'yicha endi bemordan so'rab o'tirmaydi. Bordimi, o'sha statsionarga davolandimi, yo'qmi? Uni o'zi borib 10 kun agar nima shifoxonada davolanadigan bo'lsa, albatta shu ma'lumot to'g'ridan to'g'ri oilaviy shifokorning qo'lida bo'ladi. Mana shu ruxsat bersanglar, mana shu platformani biz ishga tushirdik. Hozirgi kunda albatta deputatlarimizdan bu platformamizni ishlash jarayonida juda ham qattiq iltimos bo'lardi. Yordam kerak sizlardan. Joylarga borilganda albatta biz talab qilyapmiz hozir imkon qadar ikki tomonlama bo'lib turibdi. Bizning mas'ullarimiz tushunib turib, misol uchun ishlamaydigan toifalarimiz bor, chunki bu platformada ishlaydigan bo'lsa, xato kamchiliklarimiz o'z-o'zidan ko'rinib qoladi. Ikkinchi toifalarimiz tushunmasdan turib bu platformadan foydalanmayapti. Tushunmasdan turib foydalanmaydiganlarni anaqa soni foiz ko'rinishda oladigan bo'lsak, ko'proq tashkil qiladi. Biz albatta bu bo'yicha hozir ishlarni olib boryapmiz. Ikki xil yo'nalishda bularga hozir biz reja qilib olganmiz. Onlayn va offlayn ko'rinishda treninglarni yo'lga qo'ydik. Ularni o'qitib, hozir ularga asosiy nimalarni ko'rsatib boryapmiz. Ruxsat bersanglar, 24 million aholi bu hozir biza prezentatsiya ko'rinishida emas, biza imkon qadar biza dashbord ko'rinishida oldik buni. Onlayn tarzda hozirgi holatida bu anaqani ishlab turgan platformamiz. Endi 24 million aholi kiritilgandan keyin haqiqatda 24 million aholi shifoxonadan to oxirgi holatigacha o'sha tizimdan foydalanganligi bo'yicha bizda kamchiliklarimiz bor, chunki biz hozir faqat kiritdik bemorlarni. Endi ularni 100% agar shu platformada ishlashini ta'minlaydigan bo'lsak, har bitta holat bo'yicha baho berishimiz mumkin bo'ladi platforma orqali. Rahmat. Menimcha juda yaxshi bu tizim agar ishga tushsa, mana shu ko'p muammolari yechimini topgan bo'lamiz. Ayniqsa mana shu korrupsion omillar bartaraf etishga juda katta hissa qo'shadi. O'ylaymanki, mana bizning deputatlarimiz albatta faol bo'lib, bu joylardagi buni tatbiq etilishini albatta kuzatib boramiz, ko'mak beramiz. Hurmatli deputatlar, reglamentimizga muvofiq biz hukumat soati yakunlari bo'yicha qaror qabul qilishimiz ham, qabul qilmasligimiz ham mumkin. Taklif bo'lyapti, mana ko'rdik, muammo juda ko'p. Bitta vazirlikni o'zi buni hal qilishi juda qiyin. Har birimizdan, ayniqsa bizning mas'ul qo'mitamizdan, har bir deputatlarimizdan, o'zlarining saylov okruglaridan ko'mak ko'rsatish zarur bo'ladi. Va yil yakuniga qadar mana biz birgalikda mana ishlashimiz kerak va mana shu sog'liqni saqlash tizimida bir yaxshi namuna qilib bersak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Shuning uchun bu masalani yopmasdan yana keyin doimiy nazoratga olib, doimiy monitoringga olib va o'zimiz ham ko'mak berib shu ishni yanada davom ettirsak va bugun qaror qabul qilmasak, keyingi yana qaytamiz degan nuqtai nazar. Nima deysizlar? Agar shu ma'qul bo'lsa, buni tasdiqlab berishingizni so'raymiz. Marhamat.
rahmat, tasdiqlandi. Hurmatli Asilbek Anvarovich, sizga katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz deputatlarimiz nomidan kelib batafsil axborot berganingiz uchun. Kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Barcha shu vazirlik tizimidagi mutaxassislarga ham bugungi majlisda qatnashganga minnatdorchilik bildiramiz va sizlarga ruxsat beramiz, o'zlaringiz ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Rahmat sizlarga. Hurmatli deputatlar, endi bizda bugungi asosiy majlisimiz yakunlandi.